Barchaga assalomu alaykum. Olazorni navbatdagi 53-soniga yetib keldik. Dasturimizni siyosiy yangiliklar bilan boshlaymiz. Tinchmisiz o'zi, ishlaringiz yaxshimi? Instagramimizni ancha jonlantirib yordingiz. Ha gapirchi, nimani o'qiding, nima chiqqaniga? Nomi O'zbekiston bo'lgan davlat sifatida boshqa mamlakatlardagi o'zbeklar uchun ham bir qanaqadir markaz bo'lib qolishimiz kerak. Yozishlaricha vizani yengillashtirish bo'yicha ham muzokaralar bo'lgan. Ha, talabalar ham bormi? Ha, unda yaxshi ekan. Voqeada biz eshitdik, ko'rdinglarmi? 4,5 yildan buyon kurashyapti, shuni buzishga deyishgandi-da. 4,5 yildan buyon buzolmayapti ekan. Shu Amerika ham sal O'zbekistonga o'xshab qoldi. Har kuni uyiga borishar ekan. Ey, yo'q, sizlar qursanglar quringlar, bo'lmasa o'zimiz quramiz aytgan. Shu jizzaxliklar. Endi masalan, men mana 37 ga qarab ketyapman-da. Mumkin. Qiziq. Do'sting do'st bo'lmasa agar bundan ne foyda bo'lar? Va hajga o'sha fora berib ketish bu aqlga sig'maydigan. Mayli, bo'pti. Ko'rishguncha o'rtoqlar, keyin soldi. Ishinglarga rivoj. Rahmat kattakon. Charchamanglar. Yaxshimisizlar? O'sha anaqa dolzarb muammo ko'tardinglar siz. Audio xabarlar. Cherkovmanmi? Shu qanaqa cherkovsan bo'ladi? Abror menga o'sha narsani qanchalik bu narsa noto'g'ri va yomonligini audio qilib yuboribdi. Nima qilib yuribsiz, Muhram? Tilim tinchimasdan shox-shabbalarni tagida story yozib. Ko'chaga bir 2 soat chiqib ketyapsizmi deyman har kuni. Ha, yaxshi, zo'r. Kecha bir 14 ming qadam yuribman. Hay, boshlaymizmi bo'lmasam? Boshlang. Xo'p, barchaga assalomu alaykum. Olazorni navbatdagi 53-soniga yetib keldik. Mana o'zimiz bir choyxo'rlik qilib, kofe ichib gaplashmoqchimiz. Nechinchi son deb so'ravdi. 53 yo 54 deyishdi. 53 desa endi. Tegisizlar 54 deb chiqarsanglar. 53 mi? 50-son yubiley sonimiz Xurshid Muhammad. Keyin Shirizxon aka bo'ldi, keyin Ulug'bek Hamdam bo'ldi, keyin bilib oldik 53 aka. Endi bundan buyog'iga sanamasak ham bo'laverar. Mehmonlar, yo'q, o'zi sanamayapti degan, siz boshlab berdingiz. Ha, yo'q. Ketma-ket mehmonlardan keyin mana o'zimiz qoldik. Haligi teshik tog'ora bilan qoladi-yu. Bisotimizda o'zimiz qoldik. Boshqacha aytsan ham bo'ladi. O'zimiz mehmonlar ketdi, o'zimiz choy ichaylik deganda. Qani olinglar. Endi yesak bo'lar. Faqat nimani? Endi nima bugun maza qilib gapirasiz endi. Gapira olmadingiz mehmonlar oldida. Bir kishi yozib yuboribdi menga anaqada Instagramda. Shu olimlar, yozuvchilar, adabiyotshunoslar kelsa, umuman sohadan bir tiyindan bilmasligingiz bilinib qoladi deb yozib yuboribdi. Rahmat dedim, shuncha ko'nglimni ko'tardingiz. Bizda Abdurasul aka Abdullayev zakovat boshlovchisi, 2004-yil zakovat kelgan bo'lsam, doim bir gapni ta'kidlaydilar. Teletomoshabinni aldab bo'lmaydi deydi. Ha, yo men aldamoqchi emas edim lekin. Shunaqa sendan yaxshi biladi, sendan ziyrak o'tirganda bittada biladi, qayerda sun'iy bo'lyapti, qayerda haligi bo'lyapti, qayerda sen qovun tushirding, qayerda boshqa qiling. O'shaning har safar necha yildan, 20 yildan oshdimi, doim o'sha gapni eshitamiz. Teletomoshabinni aldab bo'lmaydi. Kuzatadigan odam biladi hammasini. Sizni portretingiz chizib bo'lgan bo'ladi o'ziga. Sizda da'vo ham bo'lmagan-ku. To'g'ri qilgan ekanman, o'zim haqlik ko'rsatmasdan. Bilinib qolasiz. Bilinib qoladi. Yo, endi hozir g'alati gap bo'ldi-da, o'zim aqlli ko'rsatmasdan. Siz aqlli odamsiz. Shunchaki kimdir qaysidir mavzuda zo'rroq adabiyot mavzusi haqida ketganda deyaptilar. Lekin boshqa mavzularda bo'lsa bilinmaydi, alday oladilar. Ya'ni men to'satdan shu 53-sondan boshlab ko'radigan. Hadi, qiyin-da, o'qigan bo'lish kerak shu asarlarni. MTRKni buni Adajinson Xayrilla aka Hamidov aytib berdilar. MTRKni ancha uzoq yillar oldingi bir rahbari, bir qisqa vaqtda bo'lgan rahbar adashmasam. Mana o'rtoqlar katta yig'ilishdi. O'rtoqlar anaqa bu yil Abdulla Qahhorni
100 yilligi bo'layotgan ekan, keng nishonlanar ekan. Shunga bir tayyorgarlik ko'rishimiz kerak MTRK ham. Bu nima deysizlar, bir o'tgan kunlarni yangisini olib boramizmikin, ha? degan ekanda. Buni tushundim. Qo'yadi. Nima yangiliklar bo'ldi endi o'rtoqlar? Shu eng muhim yangilik shu tashrif bo'lsa kerak Yevropaga. Dasturimizni siyosiy yangiliklar bilan boshlaymiz. Siz Yevropaga ko'p borib kelasiz-ku. Siz ikkita mamlakat qolibdi yubormaganingiz o'zi. Ha. Xabarlarga qaragan. Va yozishlaricha vizani yengillashtirish bo'yicha ham muzokaralar bo'lgan. Va chunki o'zi Yevropa ittifoqi bilan bir hujjatni yangiladik. Kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitim imzolandi. Ilgari 96-yilda bir umumiyroq bo'pti, biz sizlarni tan olamiz, sizlar bizani degandek bir shartnoma bo'lgan ekan o'rtada. Endi yangi bosqichdagi katta bitim imzolanibdi va shu imzolanish ortidan bugun shu Yevroparlament prezidenti deyiladi bo'ladi. Yevropa ittifoqi prezidenti va Yevroparlament raisi. Yevrokomissiya. Yevropa kengashi raisimi shunaqa? Yevropa kengashi prezidenti Antonio Costa, Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen. Hech kim xafa qilishmagan ekan. Shular bilan uchrashuvda prezidentimiz shu viza masalasini ham ko'targan ekan. Sizga yaxshi bo'lib qolar. Endi ishbilarmon doiralari uchun yengilliklar bo'ladi, talabalar uchun ham aytgancha. Talabalar ham bormi? Unda yaxshi ekan. O'qishiga, talabalar o'qishiga degan haligilar yozildi. Va ijtimoiy madaniy munosabatlarda bu bitim hamkorlik hech qanaqa majburiyatni olmaydimi? Endi umumiy o'zi majburiyat yuklash bunaqa bitimlarda bo'lmaydi o'zi. Ya'ni umumiy kelishib oladi, lekin shu kelishuv doirasida keyin siz yo'llaringiz ochiladi-da, ya'ni oq fotihami? Shunday. Endi ittifoqchilik to'g'risidagi shartnomalarda majburiyat bo'lar edi, ya'ni senga kimdir hujum qilsa, misol uchun sen ham ittifoqchi sifatida turasan degandek. Endi uni menimcha buni ham juda aniq kontekstda yozishmagandir, qanaqadir jimjimador bir qanaqa so'zlar yozilgan bo'lsa kerak. Hech matnini ko'rmaganman-u. Lekin bular umumiy baribir yo'nalishlarni belgilab beradi. Tugadimi tashrifga? Qaytdimi? Yo'q, ertaga menimcha ertaga qaytiladi. Endi ertaga ham biz ketgan paytda qaytib o'ringan bo'ladi. Ha, bu ham to'g'ri. Lekin anaqa narsada Amerika vizasi masalasida gaplashardik ko'p. Qarshi ikki qo'ldan. Ya'ni ular yumshatish uchun biz birinchi harakatni biz boshlashimiz kerak edi. Biz baribir xohlaymizmi yo'qmi, ko'proq biz manfaatdormiz. Ular bizga viza talablarini yumshatishiga. Shuning uchun ularga nisbatan 6 ta mamlakatga vizasiz rejim yengillashtirilgan, yumshatilgan. Arablar masalan Xitoyga 30 kun bo'libdimi? 30 kun. Xitoyga 15 kunmi, shunaqami? Shunaqa edimi? 30 kunlik. 30 kun bo'libdi degan narsani ko'rdim. Shu demak kamroq bo'lgan ekan-da dedim. Shunaqa yaqinda hukumat qarori. Endi menimcha u hukumat qarori ham ko'pchilik endi deb yozdi o'zi. O'zi bu hammasi avval parlamentimiz tasdiqlaydi buni. Ya'ni vizasiz rejimni Vazirlar Mahkamasi e'lon qila olmaydi. Parlament qiladi, keyin uni hukumat qarorlariga mixlab qo'yadi. Masalan, Xitoyga vizasiz rejim o'zaro ikki davlat o'rtasidagi shartnomalarda bo'lganda, u shartnomani parlament ratifikatsiya qiladi o'zi, qoida bo'yicha. Lekin masalan bir tomonlama biz o'zimiz qilsak-chi, uni ham parlament qiladi. Masalan, prezident bir yil Fransiyaga ham qat'iqadir borishidan oldin Fransiya fuqarolari uchun birdaniga 30 kunlikmi qanaqadir vizasiz rejimmi shunga o'xshagan narsa. Uchrashuv davomida aytgan. Yo'q, tashrifdan 1-2 kun oldin. Prezidentda bunaqa vakolat bo'lishi mumkin. Qaysidir bir davlatlarga vizasiz rejim e'lon qilish menimcha vakolati bor. Chunki bir adashmasam shu pandemiyadan keyingi nimadami, undan oldingi yildimi? Hamma tashrifdan oldin bir shunaqa bo'ldi-da. Qat'iga borilsa, birdan vizasiz rejim. Ya'ni oldindan bir yaxshi qadamlar qo'yilib, yaxshi bir kayfiyat hosil qilinib borilgandi. Lekin bitta narsa hozir yo'l-yo'lakay keldimda, hani Yevropadan videolarni ko'rganda, shu tashrifdan videolarni ko'rganda, u yerda qor aralash yomg'ir yog'yapti-da. Ya'ni Belgiya o'zi Shimoliy dengiz bo'yida, juda iqlimi haligi yog'ingarchilikli davlati. Bizda anchadan beri yomg'ir yog'madi. Kuz kelganiga 2 oy bo'ldi. O'ylayapman-da, buni kalendarni ochib, atayin kalendar ochib qaradim ham. Yana ham o'zimga fakt check qilish uchun. Men aytaman, kuzda
ikkinchi oyning 24-sanasi hozir bugun umuman yog'madimi shunda Yo'q. kuzda yog'di Yunusobodda bir marta yog'ib o'tdi. Men kanalimga yozganman, keyin boshqa yo'l yozgan. Qattiq yomg'ir deb yozgan. Odamlar. u menimcha qanaqadir suv sepadigan mashina uylarni oldidan o'tib Ya, ketgan ya, bo'lishi ham ya, mumkin-da. Yog'mayapti. Kuz yomg'irli Yog'mayapti. davridiku. Nimaga unaqa bo'ldi? Endi nimadan so'rasang, Erkin akadan iqlimshunos Erkin aka Abdulahadov bir mehmonimiz ham Qurg'oqchilik bo'ladi. bo'ladi debdilar ular ham. Keyingi yilga bo'ladi Keyingi yilga. deyaptilar. Ya'ni to'g'rida bu yilni inikosi keyingi yilga beradi. Ya'ni bu yil yomg'ir kam yog'sa, keyingi yil qurg'oqchilik bo'ladi. Bu yil qor kam yog'sa, keyingi yil qurg'oqchilik bo'ladi. Shunaqa. Bittasi ikkisi qo'yimni sotdim debdi-yu. Sizni gapingizga ishonib. O'qivading. Unaqa narsa ko'p bo'lar ekan, Murat aka. Yomg'ir yog'sa, tashkil qiling deb yozadiganlar ham bor ekan, yarim hazil, yarimchan qilib. Kelgusi yilda qurg'oqchilik bo'ladi degan ekan bittasi yozib izohda. Sizga ishonib, sizni gapingizga ishonib, yaylovlarda baribir o'tgan bo'ladi deb 200 ta qo'yimni sotib oldim. Sotib yubordim. Qarang lekin sizni topaman agar gapingiz yolg'on bo'lsa. To'g'ri. Aka Erkin akaga ham qiyin. O'sha nima videoning tagidagi kommentlarni bir yarmidan ko'pi sakimsa o'zi. Ya'ni qayerdan bilasan sen? Ob-havo bu ilohiy. Xudolikku. Qiyin. U masalan prognoz-ku endi, prognoz. Tushundim. Endi bu ilmiy o'zini nimalari bor. U ham masalan 100% garantiya bermaydi. Hech kim garantiya bera olmaydi. Birdan havo o'zgarib boshqacha bo'lib ketishi ham mumkin. Xo'sh, yana nimalar bo'ladi? O'zi ob-havo yangiliklari juda muhim mavzular. Juda muhimda. Bu biz endi hazillashib, ana siyosat haqida gapirilmaydigan paytlarda ob-havo yangiliklarini gaplashaylik deb qanaqadir memga aylanib ketgan. O'zi juda ham muhim mavzu, ayniqsa ekologiya bilan nima deydi? Trendga chiqib qoldi. O'zi birinchi ob-havo yangiliklarini tarixi esim tushib ketib qoldi hozir. Angliyadagi qaysi bitta radioni rahbari, katta radio kanal bo'lgan, media magnatlardan bittasi yomg'irda qolib shalabbo bo'lib ketganda, keyin shuni bir oldindan aytib turadigan tizim qilsa bo'lmaydimi? Endi bu 20-asrda boshlarida, 1900-yildan boshlarida. Nimaga deganda, keyin radioda birinchi o'zini radiosida ob-havo yangiliklarini oldindan e'lon qilib borishi yo'lga qo'ygan ekan degan bir narsa o'qidim. Muhim. Bizda lekin nima deydi, uncha yaxshi emas bu mavzu. Ya'ni menimcha tegishli shu o'z bitta organ bor. Meteorologiya. Ular ham lozim darajada menimcha ishlamaydi. Даже Qozog'iston, Qirg'iziston darajasida ham ishlamaydi. Nimada farqi? Ma'lumotlarni berishda, misol uchun Yashiradi oylik prognozni balki yashirmas. Bilmayman, balki yashiradigan joyi ham bordir. Masalan, oylik prognoz mana biz gazetamizda hozir nima berardik? Har oylik prognozlarni berishni boshlagandik o'tgan yili. Shuni O'zgidrometni o'zida shu ma'lumotlar chiqmagani uchun Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va qisman Turkmaniston gidrometlarini bergan keyingi oy prognoziga asoslanib, ya'ni biz atrofimizda-ku, ya'ni masalan Qirg'iziston O'sh haqidagi prognozi katta ehtimol bilan Andijon vodiyga to'g'ri keladi. Qozog'iston janubiy haqidagi prognozda O'zbekiston shimoliy qismlariga to'g'ri keladi. Shunaqa qilib tayyorlandida. Ya'ni O'zgidrometda men eshitishim bo'yicha O'zgidrometni o'zi beradi. Masalan, Qozog'iston ko'p narsani bizdan so'raydi, Qirg'iziston ko'p narsani bizdan so'raydi, Tojikiston, Turkmanlar ham bizdan so'raydi. Lekin ommaga e'lon qilinmaydi. Shunaqaroq. Ya'ni masalan, oylik mana har oy boshida qonun bilan tasdiqlangan qanaqadir tartib bor. Qaror yo qonun, hozir adashib qolgan bo'lishi mumkin. O'zgidromet jamoatchilikka e'lon qilish kerak. Bir oylik qanaqadir qisqa muddatli va kengaytirilgan prognozlarni berish kerak. Masalan, bir oy birinchi 10 kunligida mana bunaqa kutilyapti, ikkinchi 10 kunligida mana bunaqa kutilyapti, uchinchi 10 kunligida mana bunaqa kutilyapti, yog'ingarchilik mana bunaqa kutilyapti. Mana shunaqa bir kengaytirilgan ma'lumot berish kerak. U xavfli Sal ekan. chalaroq bo'ladi. Masalan, keyingi hafta 4 kun davomida qattiq sovuq kelib, tinmasdan qor yog'adigan bo'lsa, qanaqadir o'zi mamlakatda shunaqa ham gaz, svet muammosi bo'lib turgan bo'lsa, ular shuni gapirib yubormas ekanda uni. Endi mana yopiq tizimda u tegishli tashkilotlarga jo'natiladi. Aylanish mumkin. Meni o'ylashimcha bu muammo ko'proq texnologik muammo bo'lishi kerak. Ya'ni xayolimda u tashkilot, sen aytayotgan tashkilot juda eskicha tizimda ishlaydigandek ko'rinadi. Ya'ni saytlari ham, axborot olish imkoniyatlari ham, misol uchun har xil opsiyada ko'ra olmaysan, misol uchun shamol yo'nalishi, buni unisi va u ma'lumotlar bor, bor, lekin ko'rsatadigan bir platforma yoki shoshilinch
xabar degan haligilar e'lon qiladi-yu, sel kelish kutilmoqda ogohlantirish kutilmoqda. degan narsalari bor. Yaqingacha bir ko'ruvdimki, ana Wordda yozilganini skrinshot qilib ham tarqatishardi. Tushunasizmi? Ya'ni eskilik ma'nosida aytyapman-da. Keyin mana bunaqa narsa bor, adashmasam, mana u prognoz beradi-ku. Prognoz bergandan keyin oqlanish darajasi degan narsa bor-da. Misol uchun 1 oylik prognozni berdi. Mana o'sha qayga aytsak, bitta cho'pon 200 ta qo'yini sotib yubordi do'stlar. Buni ko'radi-da, "O" deydi. Noyabrda birdan sovib ketar ekan desa, masalan, kimdir qanaqadir harakatini qiladi va davlat organlari ham harakat qiladi-da, masalan, gaz yoki отопление yoki qanaqadir boshqa tashkilotlar ham harakatini qilish kerak shunga qarab. Oddiy odamlar ham harakatini qilish kerak. U oqlanmasa, misol uchun iliq bo'ladi noyabr degan prognoz berdi-yu, lekin birdaniga sovib ketib qoldi. Hech kim ulgurmadi. Biz kulamiz, to'satdan qish kelib qoldi deymiz-ku, to'satdan kelib qoldi. O'sha payt hamma javobgarlik haligi ob-havo prognozini bergan tashkilotga tushadi. Sen nimaga unaqa noto'g'ri prognoz berding? O'shaning uchun katta ehtimol bilan balki shu imkon qadar kamroq berishga harakat qilarki, masalan, o'sha ko'proq tafsilot chiqmasa, bizga javobgarlik bo'lmasin. Jo'rabek aka Mirzamahmudov energetika vaziri balki podkastimizda gaplashganimizni aytuvdi, balki alohida gaplashganimizni aytuvdi. Doimiy ravishda O'zgidromet bilan ishlaymiz. Ya'ni nima haligi qachon sovuq keladi, necha grad sovuq keladi, bizda ular bazasi bilan integratsiya qilingan. Ularga boshqacharoq berilsa kerak-da. Yo'q, endi farqi yo'q, aniq to'g'riligi, ya'ni ular haqiqatan ham olib turadi demoqchiman-da. Ular bilmasa metan gaz va hokazo gaz, svet bilish kerak-ku. O'zi har bitta sovuvdan oldin tarqaladi-yu. Birdaniga favqulodda vaziyatlar hammasiga jo'natiladigan bir ogohlantirish chiqadi. Birdan qattiq sovuq bo'lishidan oldin. Lekin men o'ylayman, boricha bersa kerak hamma ma'lumotni deb o'ylayman. Keyin masalan, borganda adashish ehtimoli bormi? Misol uchun, mana iliq keladi desa, birdaniga sovib ketish ehtimoli bormi? O'zi texnik tomonlama. Agar tahlil yaxshi bo'lmasa, adashish ehtimoli bor. Uning uchun yaxshi kadrlar kerak. Katta ehtimol bilan zamonaviy texnologiyalar kerak. U ham balki o'sha tahlil yaxshi bo'lishi kerak-da. Ya'ni o'tirib har bitta narsani qarash kerak. O'sha bulut qayerdan kelyapti. Endi menimcha o'zi o'tirib qaraydigan davr yo'q, Muhrim. Hamma narsani texnologiyani o'zi, odamga bog'liq tizimni menimcha allaqachon bu tizimda, ayniqsa bunaqa tizimlarda odam o'tirib, to'xtanglarchi, mana bu yerda sovuq ko'rinyapti demaydi. Hammasini sun'iy intellekt va zamonaviy texnika ma'lumotlari, datalarni olib, faqat o'sha datchiklari hamma kerakli joylarga o'rnatilib, yana bir Sputnik bir balolarda siklonlarni ko'rib, u yog'i o'zi tahlil qiladi. Odamga bog'liq bo'lgan bu, agar hozir ham odamga bog'liq bo'lsa, unda juda eski. Endi baribir, yo'q, endi boshqa mamlakatlarda ham odamlar bo'ladi. Yo'q, bo'ladi. Aytmoqchi, u umumiy koordinatsiya qilishi mumkin, muvofiqlashtiradi, gap yo'q, lekin hali tahlilni aniq xulosasini menimcha allaqachon texnikaga o'tib ketishgan, texnologiyaga o'tib ketgan. Chunki bu oddiy narsa. Balki taklif qilish kerakdir. Mana shunaqa hozir ob-havo aktuallashadigan paytga. Taklif qilsak, balki yaxshi fikr. Sizni kutamiz. Balki birga erkak aka bilan birga chaqirish kerak, debat bo'ladi. Bitta mehmon chaqirmaganmiz lekin. Yaxshi, bu ham yaxshi fikr. Yana nima bo'ldi? Sen kanalingni yangiliklar, ana qisqa yangiliklar kanaliga aylantirding-ku, bundan bir gapirchi, nimadan chiqardi? Kimdir katta yangiliklar kanaliga aylantirgandan keyin o'zini kanalini, kimdir qisqa yangiliklar kanaliga aylantiradi. O'sha qisqadan boshlaydi. Savol, qayerda savol? Ana Osakadagi pavilyon bor edi, O'zbekiston pavilyon. Shu nima bo'ladi? Taxtada. Uni aytishdi-yu, olib kelinayotgan ekan Nukusga deb. Yo'q, qayerda eshitdingiz? Kampir. Sabilmaysan? Yo'q. Sabilmaysan, Faqat siz qayerda eshitdingiz? Bilmadim, nega bunaqa. Yo'q, yaxshi, eshitganingiz zo'r, lekin qayerda eshitdingiz? Endi kim? Mana bugun kelishdan oldin qaradim, qidirdim-da. Ya'ni pavilyon ko'chiriladi deb qidirdim. Ruscha, o'zbekcha qidirdim. Bitta xabar chiqdi, apreldagi xabar. U endi shu pavilyon ochilgan paytda o'sha Bruckner Atelier degan Germaniyanimi, Shveysariyanimi loyihalashtirgan-ku, o'shani bitta vakili aytgan ekan. Anaqa ko'rgazma tugagandan keyin, Butunjahon ko'rgazmasi tugagandan keyin Toshkentga ko'chirilishi mumkin degan ekan. Keyin yana bitta xabar chiqdi. Avgustda chiqqan ekan, men ko'rmagan ekanman. O'zi gazetada chiqqan ekan, yana boshqa hech qayerda chiqmagan. Bu katta maqolaning ichida Gayana Umirovani, o'sha fond rahbarini gap ketgan ekan. Sizniki Islomiy qayerda eshitganingiz? Boladan eshitdim. O'qishgandir balki. Nukusga yo'q, hech qayerda yo'q. Yo'q. Ya'ni mana bitta o'sha gazetuzda bor. Gazetuzda chiqqan. Gapirchi, nimani o'qiding, nima chiqqan ekan? Yo'q, rostdan to'g'ri, Nukusga ko'chirilar ekan. O'sha butun holatda. Men uni anaqada eshitdim. Mana bu Saida Mirziyoyevaning missiyasi bor-ku. Har
oydami chiqadi men tushunmayman mana shu safarga to'liq ko'rib qoldim Ushatda etilgan. aytdi ya'ni Ushatda etgan. man shuni nukusga ko'chirmoqchiman ko'chiramanmi shunaqa deyildi Britaniyaga borgan sayohat haqidagi sonidami? o'sha O'shanda, Jeneva o'shanda. Qoraqalpog'iston Britaniya Belgiya o'sha yerlarga borilibdi o'sha yerda shunaqa Yana bitta yaxshi xabar keldi shu Londondaligimda. OSKda bizning ekspozitsiyamiz, bizning pavilyonimiz oltin medaliga sazovor bo'ldi. Qanaqa baxt bilasizmi? Har bitta mehnatning tagi rohat shu ekanda. Men shu pavilyonni hozir xudo xolasa OSKdan olib Nukusga olib bormoqchiman. Nukusda kreativ park quramiz, pavilyonimiz Nukusda bo'ladi. Qoraqalpog'istonda mas'uliyatli joyimda. Prezidentimiz borganlarida shu mas'uliyatni menga topshirganlar. bu dedim bu yengillik dedim ya'ni masalan biz o'sha yerda ham aytuvdik keyin ham yana yozdik medalni olganda har safar yozdik O'zbekistonga ko'chirilsin deb aytdik-ku. keyin qarasam hech qayerda yo'qda mani nazarimda bu qiziq yengillik To'g'ri, ya qiziq. lekin qanaqadir yo'q hech kim o'sha missiyani ko'rmaydi Yoki lekin boshqa tomonda gazetadagi xabar maqolani man ham o'sha joyini o'qimagan ekanman yoki ilg'amay qolgan. lekin Gayano Umerova o'sha avgustda aytgan ekan Nukusga ko'chiriladi deb aytgan ekan menimcha bu yaxshi yengillik Nukus uchun men to'g'risi xursandman bu nima deydi yangi zamonaviy me'moriy obidada ya'ni ha u kelib ko'rgan odam voy bu maqtagan narsalar bor yo'g'i shumi deyishi mumkin lekin juda yaxshi narsa qilingan 50-100 yildan keyin qadr oshib o'sha 2024-yilgi 2025-yildagi Expoda ota bobolarimiz mana shunday qurishgan deb aytishadi. O'zi ko'p narsa Original shunaqa narsa-da. yaratiladida. Masalan, biz ham bu joyga borganimizda nimadir ko'rib, internetdan borib, qaysi shaharda ko'ramiz-ku. Kechagina bolalar aytib qolishdi. Men ana Binaliga, Buxoroda bo'layotgan Binaliga boringlar deb aytayapman-da. Biz birinchi kuni ochilgan kuni borgandim. Bitta xona bordi u yerda. Cook qilishganda tepasiga ana zargarlik anaqasini katta qilib osishgan. Eng o'sha yerdagi eng muhim installyatsiyalardan bittasida u. Kirib, hamma men ham kirib, bitta o'zim rasmga tushib, hamma bir o'z rasmga tushganda-da, bemalol edi. Kechagina bolalar aytishyaptiki, 50 dan ortiq navbat deyapti. Shundoq uzib ketgan, kutishga sabrimiz yetmayapti deyapti-da. Qarang, men o'yladim, to'xtab keyin 3-4 kishidan so'radim, u yerga kirish вообще navbat turish kerak. 20 minut, yarim soat kirish uchun turish kerak deyapti shu xonaga. Zo'r. Turistlar, o'zimizda butun respublikadan kelgan O'zbekiston fuqarolari hammasi qator navbat bo'lib ketgan deyapti-da. Qarang, masalan, o'sha joy o'zi yo'q edi. U bitta xona edi, alohida hech narsasi yo'q xona edi-da. Unga ozgina o'sha sarflab turish installyatsiya qilib qo'yilganiga qadri oshib ketgan. Qadri juda ham oshib ketganda qadri. O'zi borish kerak bo'lgan joylar ro'yxatida qaysi shaharga borsangiz ham, misol uchun, kichkinaroq Yevropadagi shaharlarga borsangiz, juda 1000-yildagi yoki 2000 yil avvalgi narsalar chiqmaydi-yu. Masalan, esingda bo'lsa, shu naqada Jenevada bitta installyatsiya bor edi. Stul edi, bitta oyog'i yo'q, 3 ta oyog'i bor edi. U yaqinda o'rnatilgan, ya'ni juda uzoq bo'lmagan. Bu Ikkinchi jahon urushida minalardan bir oyog'ini yo'qotgan askarlar xotirasi uchun qo'yilgan installyatsiya. Katta stul, 3 ta oyog'i bor, bitta oyog'i yo'qdi. Misol uchun shu ham Jenevaga borganda nimalarni ko'rishim kerak deganda turadi doim. Ro'yxat turadi. Biz ham bor rasmga tushganmiz. Tegida Gonkongliklarning namoyishiga qo'shib qatnashdim. Sen rasmingni Twitterga qo'ygandim-ku. Keyin keyin aniq qilishuvdi. Muhrimga Xitoyga zapret qo'yib qo'yishadi. Bu rasmni Uyg'urlarni qo'llab-quvvatlab, Uyg'urmi, Gonkongmi? Gonkong edi. Gonkong mustaqilligi haqida namoyish bo'lganda o'sha yerda. Xitoyga borib kelmadingizmi? Yaqin borganman. Undan keyin bordingizmi? Yo'q, undan keyin bormadim. Tekshirib ko'ring bo'lmasam. Men Twitterga muhrimni tirjayib haligini ko'tarib, Freedom Hong Kong degan narsani ko'tarib olgan rasmini Twitterga qo'ysam, xitoyliklar juda bu narsaga qattiq qaraydi. Muhrimga zapret qo'yib qo'yish mumkin deb men Sanjar aka yozuvdi, Rizayev. Kimdir yozuvdi, keyin o'chirdim. O'chirib olganmiz. Birdan o'chirib qo'ya qoldim. Mayli. Eshitdinglar, o'sha taxminlar shunaqa narsa. Shunaqa. Xullas qo'yib yuboramiz. Men tashlab beraman. Haligida qo'yib anaqaga bormoqchiman. Xitoygami? Yo'q, endi Qashqarga bormoqchiman. Yo'q, biz uni qo'yib Xitoy elchixonasiga jo'natamiz. Atayin. Do'sting do'st bo'lmasa agar undan ne foyda bo'lar?
Tinchmisiz o'zi? Ishlaringiz yaxshimi? Instagram'ingizni ancha jonlantirib yubordingiz. Shox shabbalarni tagida yurib, qanaqadir fikrlaringiz bilan o'rtoqlashyapsiz. Yaxshimi o'zi rezultatni sezyapsizmi? Instagram yaxshi, lekin Lolazor yaxshiroq. Ko'chada nima bo'ldi-yu? Ming kitob. Ming kitob nimasi bo'ldi? Va nihoyat kitoblari chiqdi. Sen bordingmi? Nechta chiqdi? O'zi mana endi o'sha 2023-24 da tayyorlangan 50 ta kitobni 27 tasi chiqdi. 50 tasi tayyor bo'lgan. Endi eng birinchi tayyor, hammadan asas tayyor bo'lganini sразу tenderga chiqarib, bosmaga berib yuborishgan. O'shalar chiqdi. Hozir mana yana 16 tasini tenderi adashmasam menimcha hal bo'lgan. Endi nashriyotini hal qilishsa, u ham chiqadi. Shu O'zbekiston nashriyoti bosib bergan 20 ta kitob taqdimotini qilishdi. O'sha yerda hamma o'shab ko'rdi. Yaxshimi? Bor ekanmi kitob? Kitoblar bor ekan. Menga masalan endi baribir birinchi signal versiyalari chiqqanda bir shov-shuv bo'lib ketdi-yu. Voy, shu unaqa gazeta qog'oziga qilinibdi deb. Endi gazeta qog'oz emas, yaxshi sifat, yomon sifat emas. Lekin bundan yaxshi qilish mumkin edi. Endi menimcha hozircha borish shu shekilli. Originali bilan qanaqa ekan? Masalan, iqlim o'zgarishi degan kitob original qattiq muqova ekan. Lekin bilmadim, masalan, bizlarniki yumshoq muqova chiqqan O'zbekistonniki, lekin ichi menimcha bir xil. Ya'ni sifati o'zi masalan muqovasini hisobga olsa, qog'ozini sifati qanchalik darajada ahamiyatli? Ahamiyatli, chunki bu kitoblar birinchi nashrlari bor-ku, bular hammasi sotuvga chiqarilmaydi. Kutubxonalarga tarqatiladi. Kutubxonalar, universitetlar, davlat universitetlari qo'ldan qo'lga juda ko'p o'tadi. Va juda ko'p olinadi-da u. O'sha payt o'shanga chidash kerak. Ya'ni necha marta olib o'qishingizga chidash kerak-da. Endi ko'ramiz qanchalik. Endi masalan o'zi boshida o'ylanganida masalan shunaqa versiya bo'lgan ekan, bilishimcha, Turkiyada chiqarish. Endi rostdan ham Turkiyada bosilgan kitoblar sifatliroq. O'sha masalan yumshoq muqova bilan qattiq muqovani o'rtasidagi yana bitta yumshoqroq muqova bor-ku, qattiq ham emas, yumshoq ham emas. O'sha yaxshi muqova-da haqiqatda. Kitob bundoq ushlashga ham qulay, bir ushlaganingizda ham maza qilasiz, boshqacha. Lekin men bularni ham sifati yomon demagan bo'lardim. Budjetiga ham qarashsa kerak-da. Endi o'zi budjet tomoni ham bor. Endi o'sha Turkiyani sifatida Color Pack adashmasam chiqarib bera oladi deyishgan ekan. Yutgan ham tenderni. Lekin qanaqadir yo'q. Tushgan hammadan hujjatida nimadir muammo chiqib qolgan. O'sha qarzi bo'lib qolganda Color Packga umuman boshqa o'zaro haligilardan soliqdan nimadir inkassatsiya bir narsa qo'yilganda natijada bu tender bekor ketib qolgan. Lekin agar menimcha Color Packda chiqsa, hozir sifati o'sha lekin haqiqatan ham boshida Color Pack yutdi deyishdi. Color Pack yutdi. Color Pack yutdi deb o'zi bizda ku tender bo'lmasdan oldin o'zi bilasiz-ku. Kimlarni yutishi mumkinligini. Keyin O'zbekiston nashriyoti. Ya'ni bu yerda korrupsiya yo'q. Ya'ni shu sifatni Color Packdan boshqasi bera olmaydi degan nima bo'lgan. Color Pack yutgan, lekin o'sha hujjatga bir kamchilik sabab keyin qayta tender va O'zbekiston nashriyoti. O'zi sifat deganda bu chidamlilik birinchi o'rinda-da. Ya'ni biz ko'proq sifat deganda nimani tushunamiz? Ya'ni oppoq qog'oz bo'lsa, bu sifatli ekan deydi. Sal xiraroq qog'oz bo'lsa, sifatsiz chiqibdi deydi. Uni bildirmaydi sifat. Ya'ni o'zi ko'zni juda ham olmasligi uchun oppoq qog'ozda kitob kam chiqarishga o'tishyapti. Ya'ni hozir ham nocной rejimlar, ya'ni tungi rejimlar bekor paydo bo'lmadi-yu. Ko'z juda ham yorqin fon juda ko'p bo'lmasligi kerak-da, ko'zni charchatadi. Shuning uchun xiraroq rangda qog'ozda bo'lishi mumkin, lekin u ham sifatli qog'oz bo'lishi kerak va o'zini shunaqa teng darajadagi sifatli qog'ozlar bor va tikilishi, yelimlanishi, shunaqa joylari albatta sifatli bo'lishi kerak, bo'lmasa u titilib ketadi. Ya'ni sifat deganda birinchi o'rinda shunga qarash kerak-da. Ko'pchilik oppoqligiga qarab, bu sifatli ekan, bu sifatsiz ekan. Endi kitob sifati, u tashqi ko'rinish bo'yicha sifati bu bir masala. Ichki mazmuni ham alohida masala. Menimcha yaxshi ish bo'lgan. Menimcha shu loyihani endi qo'llab-quvvatlab turish kerak. 50 ta yiliga aniq qilingan bo'lsa, 20 yilga mo'ljallangan proyekt bu. U birinchi yiliga 50 ta deyilgan, keyingi yillarga aytilmagan. Yo'q, o'zi bu 1000 kitob o'ta ramziy nom. Shunaqa deb tushuntirishgan edi. Loyiha egalari 1001 kecha deganga o'xshagan. Bu balki 10 ta chiqar, balki 200 ta chiqar. Qayerdadir to'xtar, balki yana bardavom bo'lar. 1000 kitob bu endi o'ta ramziy ma'noda olingan nom. Mana masalan,
ya'ni 1000ta kitob chiqarib bo'lgandan keyin bo'ldi To'xtaydi loyihani degani emas. yopamiz Ha. degani emasda. Va o'zi bu yil o'zida 2-3 ta qo'shimcha yo'nalishlar chiqib kelyapti-ku, masalan, shu Markaziy bank bilan birga Iqtisodiy savodxonlikka oid va juda shu bo'lish kerak, tarjimasi bo'lish kerak bo'lgan kitoblarni tarjima qilishyapti. 10 ta kitob. Katta dunyoni iqtisodchilarini, o'sha Nobel olgani ham bor, boshqasi ham bor. Juda qiziq kitoblar. Bu bitta alohida yo'nalish. Keyin mana bu yilgi ro'yxatda va xuddi shunaqa boshqa tashkilotlar ham boshqa profil yo'nalishdagi o'zlarini davlat tashkilotlari ham xuddi shunaqa qilishi kerak. Hali qilishmayapti, lekin qilishi kerak. Keyin mana bu yilgi ro'yxat o'zi mana o'tgan yilgi shu birinchi yilgisi 50 ta bo'lsa, bu yilgi ro'yxatga o'zi 62 ta shunaqa ro'yxat kiritilgan ekan. Hozir 40 tachasini shu muallif huquqini hal qilib, boshqa qilib, bir qismini tarjimaga ham berishgan ekan. Va o'sha bu yilgi ro'yxatda mana birinchi ro'yxatda faqat hammasi chet elliklar edi. Hammasi ilmiy ommabop kitoblar edi. Bu yilgi ro'yxatda bolalar kitoblari bor va chet eldagi o'zbek olimlarini kitoblari bor. Masalan, o'sha Aziza Shonazarovaning kitobi bor, keyin ikkinchi akani ismlari esimdan chiqib qoldi. Biolog olimida, biologmidi? Yo'q, migratsiya to'g'risida yozgan desam ham. Hozir men rasmini ham qo'yganman. Va shu joyda topib olguninggacha. Boyaga aytdim-ku, xuddi shu masalan Markaziy bank qilayotgan Rustamjon O'rinboyevni Migration and Hybrid Political Regimes degan qiziq kitob ekan. O'zbekiston migratsiya va siyosiy rejimlar va gibrid siyosiy rejimlar degan kitob. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha Markaziy bank masala qarang. Markaziy bank manfaatdor aholini moliyaviy, iqtisodiy savodxonlik oshishida. Shu sababli u va banklar, boshqa banklar nashriyotlar bilan hamkorlikda aynan shu yo'nalishdagi zo'r kitoblarni tarjima qilishda manfaatdor deylik. Xuddi shunaqa, masalan, Sog'liqni saqlash vazirligi manfaatdor bo'lishi kerak, sog'liqni saqlash bilan bog'liq kitoblarni. Yoki qishloq xo'jaligi vazirligi manfaatdor bo'lishi kerak, qishloq xo'jaligi bilan bog'liq kitoblarni. Yoki bilmayman, yana aytaylik, istalgan vazirlik, tililigi nima kelsa. Va qiziq tomoni, men boshqa nima uchun buni aytyapman? Bolalar kitoblari deyildi-ku, o'sha bolalar kontentini rivojlantirish markazi ochildi shu yil o'zida. Jahongir Ahmedov rejissyor rahbar. O'sha men ko'p maslahatlashib borib turaman-da. Shu zo'r tajriba aytib berdi. Men pul tikmayapman dedi. Men hamma vazirlarga kirib chiqdim dedi. Deyarli hammasiga 100% kirib chiqdim, gaplashdim. Boshida o'xshamasa kerak dedim, lekin loyihani, g'oyani o'zini tushuntirdim. Yoqib qoldi. Hozir bog'lab qo'ydim vazirliklarni deyapti-da. Ya'ni aytayaptiki, men zo'r ijodkorlarni topib beray senga. Sen o'zingni sohang, o'zing rahbarlik qilayotgan yo'nalishdagi kontentlar bo'yicha, ya'ni g'oya, soha bo'yicha bolalar nimani o'rganish kerakligi haqida buyurtma ber va ijodkorlar senga tayyorlab bersin. Sen o'zingni media markazi ochib, biz bolalar uchun kontent tayyorlashimiz kerak deb, misol uchun bilgan, sog'liqni saqlash media markazi qilishing shart emas, yoki Adliya vazirligi media markazi qilishing shart emas. Bu yerda ijodkorlarni topib beraman, men o'rtada bir bog'lovchi bo'lib beraman. Sen pul berasan. Bo'ldi deyapti-da va soliq qo'mitasi katta tanlov e'lon qilgan. Ya'ni bolalarda soliq savodxonligini oshirish bo'yicha. Sog'liqni saqlash vazirligi, qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi vazirligi, misol shunaqa ketdi deyapti-da. Ya'ni vazirliklar o'zi qiziqib qolgan. Haqiqatdan ham deyapti. Mana menda yillik byudjetimda qanchadir mablag' ajratilgan. U zo'r ssenariylarni yozdirtirib, boshqa qilib, ya'ni markaz o'rtada turib beryapti. Xuddi shunaqa kitob yo'nalishida ham boshqa vazirliklar, boshqa soha tashkilotlari xuddi shu tashabbus qo'llab-quvvatlab tashkilotni anaqa qilishini xohlardim. Oxirigacha aytib oling. Davlat moliyalashtirilyaptimi? Qaysini? Shu tashkilotni Jahongir Ahmedov ishlayotgan tashkilot davlat moliyalashtiryaptimi? Ha, davlat ham moliyalashtirib pul ajratyapti kontent uchun. Aniq vazifasi bor. Bor, ya'ni bolalar bilan bog'liq kontentlar. Shunday kontentlar qilish bo'yicha. Endi Jahongir akani qilgan ishi aynan masalan sizni kontent markazi uchun 1 milliard pul ajratgan bo'lsa, u 1 milliard yetmasligi ham mumkin-da. U boshqacharoq yo'ldan borgan. Sen pul ber deb hamma bilan gaplashib chiqqanda, bu yoqdan o'sha kerakli ijodkorlarni topib beryapti, tanlovlar qilib, boshqalar. O'zi rosa kanalida ham rosa e'lon beryapti. E'lon berilyapti. Ketma-ket e'lonlar beryapti. Boya so'ramoqchi edim mana kitoblar bo'yicha.
senzura qilinadimi? Olib tashaladimi? Bir varo, ikki varo narsa. Masalan, u yerda Markaziy Osiyodek avtoritar tizimga ega bo'lgan davlatlar deb misol keltirgan bo'lsa, u qoladimi, olib tashaladimi? Shuni o'tgan yili loyiha rahbari Xurshid aka Yo'ldoshev bilan gaplashganimizda imkon qadar endi qanaqadir balki izoh qo'shish, mana masalan mamlakatlar tanazzuli sabablari kitobida u endi oldinroq yozilgan-ku, bizadagi o'zgarishlardan oldinroq. Va izohlar qo'shilgan. Ya'ni masalan Paxta qiroli degan bandi bor uni. Bobi bor, Paxta qiroli, ya'ni O'zbekistonga bag'ishlangan Paxta qiroli degan bobi bor. O'sha yerda endi baribir izohlar qo'shilgan. Menimcha yumshatilmagan, rostdan yumshatilmagan, ya'ni boricha berilgan, lekin pastga o'sha hozir holat boshqacha hozir holat boshqacha kitob. Ya'ni o'zgarish mana masalan Paxta qiroli bolalarni paxtaga olib chiqib ishlatgan, o'quvchilarni ishlatgan degan joyi bor. U lekin keyin o'tib yozgan, 2017-yil bu narsa amaliyot to'xtatildi. Shunaqa deb izohlar qo'shgan. Men endi hozir aynan bu hozir chiqqanlarda adashmasam nima yo'q. Nima deydi shu senzuraga uchrashi mumkin bo'lgan menimcha kontent. Mana hozir oxirgi aytganingizda migratsiya bo'yicha o'zbekistonlik ekan, bunda bo'lishi mumkin demoqchiman-da. Balki. Chunki ular o'zbekistonlik bo'lgani uchun ko'p misollarda ham O'zbekistonni keltirgan bo'lishi mumkin-da. Mumkin. Qiziq. Lekin mana shu o'zi menga juda yoqadigan yo'nalishda, ya'ni o'zbek olimlari chet elliga, ya'ni ingliz tilida masalan Sherzod Mo'minov bor, Yaponiya bo'yicha, Yapon tarixi bo'yicha, Britaniya. Ko'pda shunaqa olimlarimiz. Ya'ni biz bilmaymiz. Ko'pincha bexabarmiz. Ular katta kitoblar chiqarib, qanaqadir tanlovlarda yutib yurgan bo'lishi ham mumkin. Eng zo'r tarixchi professor bo'lib. Yoki maqolalari. Ya faqat kitob emas, zo'r ilmiy maqolalar bor. Katta ilmiy, eng nufuzli jurnallar chiqadi, eng ko'p iqtibos keltiriladi. Shunaqa olimlarimiz bor, ko'pincha biz bexabarmiz ulardan. Men o'tgan yil bitta kitob oldim. Fransiyalik tadqiqotchi, bir anaqada ham o'sha Instagramda ham qildim. Xloya Drio degan tadqiqotchi o'zbek kinosi tarixini yozgan. 19-yildan 37-yilgacha bo'lgan tarixi, ya'ni o'sha kino qanaqa harakat, qanaqa buni O'zbekistonga olib kirishga, qanaqa birinchi kinodan olishga, g'oya unda qanaqa bo'lgan. Ya'ni birinchi o'zbek rejissyorlar imkon qadar shu dinni qo'shishga harakat qilgan, ya'ni milliy elementlar qo'shishga harakat qilgan, lekin bosim bo'lgan, yo'qot, tozala, mana kommunistik g'oyalarni qo'sh, bunaqa narsa va kim qatag'onga uchrab ketgan shuning oqibatida. Shuni Rossiyadagi bitta o'shanda bildim. Rossiyada shunaqa nashriyot borligini, Sankt-Peterburgda Bibliorossika degan nashriyot bor ekan. Zamonaviy xorijiy russistika degan. Ya'ni chet elda kim Rossiya va uni Rossiyani ta'sir doirasida hisoblanadigan, endi ularning xayolida mamlakatlar haqida, ularning millati, dini, hamma narsasi haqida kitob yozayotgan bo'lsa, u nashriyot olar ekanda, hammasini rus tiliga tarjima qilar ekan. Masalan, kirsangiz, mana bu yilgi katalogga kirsangiz, bir 200 tacha kitob turibdi. Yaponiyalik, Amerika, Dostoyevskiyning o'zi bo'yicha masalan, endi har yil nechta odam kitob yozar ekanda, ilmiy kitoblar, masalan, o'zining tadqiqotini keyin kitob qilib chiqarib oladi. Monograf. To'l yozibdi-da. Orasida endi O'zbekistonga oidlar ham chiqib qolyapti. Ya'ni O'rta Osiyoga masalan Adib Xolidning 2-3 ta kitobi turibdi. Men nazarimda mana shu yo'nalishda ham men kitob o'zi alohida bir yo'nalish bo'lishi kerak, lekin dunyo bizni haqimizda nima deyapti? Bizni haqimizda nima tadqiqotlar qilyapti? Ya'ni bizni bilmagan qanday o'zi biz haqimizda degan. Shuni bu o'zimiz haqimizda yangi bilimlar olish uchun ham kerak-da. Shu yo'nalishda ham menimcha davlat yana bitta yo'nalish, hozir shu xotiram chatoqda. O'zi azaldan chatoq bo'lganmi yo Covid bahonasimi bilmayman. Yaqinda bitta inson bilan aynan shu kitoblar mavzusida ancha suhbatlashdik-da. U yana bitta zo'r yo'nalish aytdi. O'zbek zabon chet xorijliklar bor dedi. Ya'ni masalan O'zbekistonda, Afg'onistonda yashaydi, millati o'zbek bo'lishi mumkin, lekin u O'zbekistonga aloqasi ham yo'q, O'zbekistonda yashamagan ham biror kun, lekin o'zbek tilida ijod qiladi. Va bunaqalar bor, masalan Turkiyada bor deyapti, Afg'onistonda bor, Qirg'izistonda bor, ya'ni o'zbek tilida ijod qiladi. Lekin O'zbekistonlik emas, ya'ni O'zbekiston fuqarosi emas, yashamagan. Shular ham qiziq yo'nalish. O'shalarni ham bor, juda ko'p deb aytib sanab berdi-da. Yo, Ulug'bek ham nima aytdi shekilli podkast. Shunaqa bo'ldimi? Xotiramni qarang. Ishing ko'p-da. Anaqa eski. Lekin haqiqatdan bu hafta uzr gapingiz oldim. Bu hafta o'zani til bayrami bo'ldi. To'g'ri. Esladim-ku, to'g'rimi? Ha. O'sha til bayrami deganga bu hafta til bayrami bo'ldi. Va bir qism nimalarda, doiralarda nima ko'tarildiki,
masalan o'sha eski mavzu qo'zg'adi. O'zbek tilini o'rganishga sharoit yo'q degan mavzu ochildida. Ya'ni masalan har doim ko'tariladigan masala, lekin bahona menimcha. endi juda bahona emas. Bahona deb yubormang. Juda bahona emas. Asosli, qisman asosli. Lekin masalan shu gapni gapirayotganligi misol uchun kecha yoki masalan 1 yil oldin kelib o'zi mustaqil o'rganishni boshlaganlarni misol qilib ko'rsatsa bo'ladi, lekin ularni o'rganishini ham ko'rib bir qarab tursak rahming keladi. Hech narsa yo'qligidan yoki eski qo'llanmalarni olib, yangi narsa, yangi oson o'rgatib tashlaydigan masalan IELTS o'rganaman desangiz, ming xil, har xil qo'llanma bor-ku. Yoki masalan hozir taklif ko'p. Anaqalarga kirsangiz, do'konlarga kirsangiz, kitob do'konlariga institutga tayyorlaydigan yoki savollarni qanaqadir tarix bo'yicha, adabiyot bo'yicha har xil qo'llanmalar bor. Har xil nashrlar. Har xil ustozlar, repetitor ustozlar, har xil o'zini. Lekin aynan mana chet ellikka o'zbek tilini o'rgatgan. Keyin yana bitta muammo bor ekan, shu mana shu safar men anaqa o'qib bildim. Juda ko'p manbalar polyak etgan. Polshalik bitta odam aytgan, men o'zbek tilini o'rganmoqchi bo'ldim. Yaxshi ko'rib qoldim O'zbekistonni. Va menga bu hech narsa foyda keltirmaydi. Shunchaki men o'zbeklarni sevib qolganim uchun o'rganmoqchi bo'ldim. Polyakku, polyaklarga bu juda sal prinsipialroq masala. Hamma darslar rus tilida ekan, deyapti-da. Qiynaldim men, deyapti-da. Hamma narsa ruscha, deyapti-da. Nimaga unaqa, deyapti-da. Mana shu tomonda biz mana har yili 21-oktyabrda bu mavzu ko'tariladi. Ha, unday qilish kerak, bunday qilish kerak, lekin 22-oktyabrdan boshlab bu mavzu unutiladi. Davlat qanaqadir bir tizimli bir yondashuv yo'q deb menimcha nazarimda bor. Masalan, departamentimiz bor, unaqa bor, bunaqa bor. 2-3 yilda bitta o'zbek tilini bundoq qilamiz degan qarorlar chiqib turadi, lekin shu tizimli yondashuv yo'q-da. Masalan, chet ellik o'zbek tilini qanaqa o'rganish kerak va biza O'zbekiston degan davlat, nomi O'zbekiston bo'lgan davlat sifatida o'zbek boshqa mamlakatlardagi o'zbeklar uchun ham bir qanaqadir markaz bo'lib qolishimiz kerak-da. Ya'ni o'sha ularni Turkiyadagi o'zbek ham, Afg'onistondagi o'zbek ham, Xitoydagi o'zbek ham, Qozog'istondagi o'zbek ham biz orqali bo'lsin. Ular kitobi ham, tili ham, alifbosi ham qanaqadir bizni ular bilan ishlashimiz kerak-da. Ya'ni bizani qaysidir ma'noda yumshoq kuchimiz. Shunday. O'shandagi bizani yo'q joydan bizga berilgan boylik-da. Endi odamga nisbatan bunaqa gapirish g'alatiroq, lekin o'zbek xalqi xazinamiz. To'g'ri yo'lda biz o'zbeklarga manfaat keltiradigan yo'lda qo'pol bo'lsa ham foydalanish kerak bu narsadan. Davlat shunga menimcha e'tibor qaratish kerak. Ya'ni biz endi ko'p narsalar qilyapmiz O'zbekiston nufuzini oshirish yo'lida, lekin mana shu o'zimizni millatdoshlarimizga ham o'zi mana sun'iy intellekt o'zbek tilini o'rgatish bo'yicha ham ko'p gapirilyapti oxirgi payt juda ko'p gapiriladigan mavzu qoldi. Faqat shu mavzu bo'ldi. Prezident o'tkazgan sun'iy intellekt selektorida ham sun'iy intellekt mavzusidagi xuddi shu narsani dokladda ham o'qib berdilar, aytib berdilar va zo'r topshiriqlar ham berdi. O'zbek tili korpusi bo'yicha. Data lake. Ya'ni o'zbek tilida data lake qilaylik va sun'iy intellekt o'zbek tilini, ya'ni LLM deydi-yu, Learn Machine qilinishi kerak-da bu haqiqatan ham. Hozir ham ko'rsatmasi ChatGPT, Gemini, Grok o'zbekchani ancha yaxshi biladi. Ancha yaxshi biladi, o'zbekcha tahrirlay olyapti, lekin baribir kattaroq masshtabda gigant loyihalar qilinayotgan paytda hali LLM unaqa zo'r emas. Lekin mana caption degan ilova bor. Kimlar ishlayotgan bo'lsa, video subtitr qo'yib beradi. Lekin o'zbek tilini o'shani nima deydi, bazasi zo'rda. Bunaqa baza ChatGPT'da ham yo'q, Gemini'da ham yo'q. Aynan captiondagi o'zbek tilini tushunish va matnda ovozni matnga, ya'ni STT deydimi, speech to text. STT'si captionni eng zo'ri. Dona-dona gapirsang, cho'tki qilib beradi. Yo'q, dona-dona gapirsang emas, yo'q. Ya, men endi Shevada gapirsang ham, Shevada gapirilganini adabiy tilda yozib beradi. Ya'ni to'g'ri, xatolari bor, bu shubhasiz. Lekin baribir zo'rda, juda ham. Haqiqatda, men birinchi marta ko'rganimda hayron qolganman. Qanaqa dastur bu debdi. Keyin o'sha o'zim video qilishni boshlaganimdagi Instagramga shartda birinchi bo'lib o'sha birinchi obunasini olgan narsam shu caption obunasi. Menda ham bor. Lekin endi menda so'zlarni yutib olishim bor, oxirgi harflar tushunmay qoladi, biroq o'sha joylarda tushunmay qoladi. Tushunmay qoladi. Lekin masalan tushunmay deganimni u tushunmay deb yozadi lekin. Shundan aytyapman. Mana tushunmadim desang, tushunmadim deb yozadi-da. Bunisiga qoyil qolish kerak. Juda ham qoyil qolish kerak. Keyin anaqasi bor, bilsang, urg'u berilish kerak bo'lgan so'zlarni kattalashtiradi. Bir xillarda o'zini zo'r topadi, o'zi zo'r topadi.
keyin yaxshi ana o'sha til anaqasida bayram arafasida yaxshi yangilik o'sha lotin yozuviga o'tdi prezident press sekretari. Nima yaxshi emasmi? Yo'q, yaxshi. Harna. Endi lekin men masalan shu mavzu ochilgan ekan. Masalan nima deydi? Birinchidan o'sha lotin yozuvini isloh qilish kerak. Ya'ni men umid qilaman, o'sha kanalimda ham yozdim-ku. Shu orqali ular ya'ni nimaga biz shu paytga 95-yildan boshlab oddiy odamlar shu lotin yozuvini ishlatishda qiynalgani sababi o'sha qaror qabul qilganlarni o'zi bu yozuvdan foydalanmaydi. Endi mana foydalanishni boshlashsa, ular ko'zi bilan ko'rishni boshlasa, ko'zlari charchasa ularni o'sha ilmolardan matnlar o'qisa. Ya'ni endi masalan prezident matbuot xizmatining xabarlarini hamma kanallar tarqatadi-yu. Nimadir bo'lib chiqib selektor boshlansa bo'ldi. Rasmiy kanallar hammasini o'chirib qo'ysa ham bo'ladi. Hammasi bir xil narsa ko'chirilishni boshlaydi. O'shanda mana rahbarlar ko'radi-da, va nihoyat. Umid shu. Keyingi yil 1-oktabrgacha balki o'sha o'larni sizdan qiynalib o'tdi shekilli-ga. Kanalingizni. To'g'risi endi o'tkazmadingiz ham shekilli-ga. O'tkazdim. Men hozir lotinda yozyapman. Ikkita-yu kanalingiz. Yozyapman lotinda. Katta matnlarni lekin men oldin kirilda yozib olaman. Afsuski, men tan olishim kerak, chunki lotinga o'tkazasiz. Keyin transliteratorlarda lotinda. Yo'q, klaviaturada muammosi bor. Masalan, telefonda yozsam, tez yozasiz, to'g'rimi? kirilda tezroq yozaman va fikrim qoqilmaydi. Mana kelayotgan fikr kirilda yozyapti. Endi o'zi men klaviaturani birinchi lotinda o'rganganman hozir. Qarang, hamma o'sha kattalar, chollar xuddi sizdek o'ylayotgan bo'lsa ham o'zini oqlay oladi-da shunaqa, to'g'rimi? Qanaqa oqlay oladi? Masalan, mana siz aytyapsizki, meni fikrim qoqilmaydi deyapsiz. Ular ham o'sha vazirliklarda o'sha chollar tushunishi kerakki, O'zbekiston faqat ulardan iborat emas. Men bitta misol aytaman. Men 2018-yil kanalimni ochgan bo'lsam, Telegram kanalimni kirilda yuritar edim. 2021 yoki 2022-yilgacha. Men ana referendum qilganman kanalimda. Katta referendum qilgan. 50 mingdan ortiq ovoz. Kim qaysi alifboda yuritaydi. Va o'shanda lotin yutgan. Ko'pchilik aytganki, chunki seni talabalar o'qiydi. Aksariyat qisming, ya'ni auditoriyang talabalar, abituriyentlar, ular lotin yutish tabiiy, lekin baribir xato qilyapsan. Sen chunki ko'proq siyosiy mavzularda ham yozasan va siyosiy mavzularda kirilda ta'siri kuchliroq. Chunki tepadagilar, yuqoridagilar kiril o'qiydi. Seniki o'qimay qo'yishadi va hokazo. Umuman har xil maslahatlar bo'lgan va auditoriya ham yo'qotasan deyilgan. Mana shu yolg'onligini va bu yolg'on demaylik, bu xavotirlar asossizligini men o'zimni kanalimni misolida ko'rdim. Obunachim kamaygani yo'q. Allohga shukr, ko'paysa ko'paydi va siyosiy doirasi ham shu qaniydi shu o'qimasa, shu lotinda yozsam, shu ayrim postlarimni shu o'qishmasa, quloqim tinch bo'lsa deganlarim ham o'qishib, mana bunaqa yozishsin. Bilmayman, qanaqadir Telegram kanallar yoki o'sha media manbalarni media puli bo'lsa, o'shanda borsan-da, ya'ni uni tayyorlab beradigan o'qish shart bo'lgan, mana boya must have deding-ku, o'qish shart bo'lgan odamlardan bittasisan-da. Shuning uchun lotinda bo'lasanmi, kirilda bo'lsam, seni o'qishadi baribir. Anaqada ko'ruvdim. Baribir odam kamaymasa ekan demoqchiman-da. To'g'ri, menga boshida ko'p e'tirozlar bo'ldi. Ayniqsa yoshi katta obunachilardan. Shunday men o'qiy olmayapman degan. Lekin ma'lum bir yillar o'tgandan keyin siz bahona lotinni o'rgandim deb yoshi kattalar ham juda ko'pchilik yozish boshladi. Men hozir o'qiyapman, o'rgandim shuni deb. Anaqada Bari bir kishi o'rgangan bo'lsa ham. Akmal aka Payziyev degan tadbirkor bor, u kishi. O'shalar men kanallariga obuna bo'lganman-da. Bir kuni yaxshi narsalar yozib turadi, hozir Amerikaga ketgan. Savol qo'yyapti-da, mana o'rtoqlar kirilda yozadi. O'rtoqlar, mana nima deb o'ylaysizlar? Men bugundami, ertami kanalimni lotin yozuviga o'tkazaymi yoki yo'qmi deb turib anaqa qilgan. Lotin yozuv yutganda, yutib chiqqan. Yutib chiqqan keyin menga qiziq bo'ldi. Mana lotinda yozsin deb lotinni belgiladim. Keyin oradan esimdan chiqib ketdi. 3-4 kundan keyin to'planib qolgan ekan, birikta yozgansiz. Bitta kirsam, kirilda yozish davom ettiryaptilar. Keyin tepaga chiqsam, o'sha anaqaga lotin yutgan turibdi-da. Keyin xullas qaror qilmadi, lotinga o'tkazishga-da. Kirilda davom ettiryapti. Kirilda hozir ham menimcha adashmasam, hozir ham shunday yozyaptilar-da. Endi masalan, men mana 37 ga qarab ketyapman-da. Biz 2-sinfdami lotin yozuviga o'tganmiz-da.
Akmal akaga havas qiladiganlar, masalan, unga o'xshash xohlaydiganlar yoki unga qiziqib ko'rsatadiganlar, masalan, 40 yoshgacha bo'lsa ham, u yosh emas-ku, to'g'rimi? 40 yosh ham. Shularning hammasi lotin yozuvini qulay va biladi-da. Men o'ylamayman, masalan, Akmal akaning auditoriyasi, masalan, tili lotinda 50-60 yoshli odamlar deb o'ylamayman-da. Juda ham ko'p havas qiladigan bolalar bor. Biz qatori, bizdan yoshroqlar-da. Hammasiga lotin yozuv qulay. Mana ular ham baribir o'zlarini egosini yenga olmadi-da. Yo, bu juda qiyin tanlov, bu qiyin tanlov. Men bitta asos bilan o'tishga qaror qilganman. Men ham anchadan beri aytishardi, yo'q, Kiril, ya'ni xuddi shu g'oya menda ham bor edi. Fikr, xulosa, Kiril yaxshi baribir. Ayniqsa siyosiy anaqalarda Kiril yaxshi deb yurardim. Keyin o'zim ayni o'sha 2021 yoki 2022 o'tgan bo'lsa, aniq eslolmay qoldim. O'sha paytlarda aynan lotin alifbosini isloh qilish bo'yicha katta kompaniya ketyapti. Ishchi guruh ishlayapti va men o'sha ishchi guruhda ham edim. Va ko'p yozayotgandim ham. Lotinga o'tmayapmiz. Lotinni isloh qilishimiz kerak derdim-da. O'zim Kirilda yozaman. Keyin savol berdim. Xo'p, yurist sifatida ham qonun bormi lotinga o'tish haqida? Yuridik nuqtai nazardan Kiril hozir noqonuniy alifbo biz uchun. Ya'ni matbuot xizmati ham 21-oktyabrda qonun talablarini bajarishga kirishdi. Ya'ni qonunga hurmati bor bo'lgan qaysiki manba bo'lsa, o'sha aslida lotinda yozish kerak. Chunki biz allaqachon lotin yozuviga o'tish haqida xulosa qilib bo'lganmiz. Va to'liq o'tish bo'yicha xulosa qilib bo'lganmiz. Shuning uchun o'zimga oldin o'zim savol berdim-da, "Ey, noinsof, sen o'zingcha aqllilik qilyapsan, yozyapsan." Rosa ko'p yozardim-da. Keyin va faqat o'zimga o'zim savol ham bermadim, menga savol beruvchilar ham bo'ldi-da. "O'zing yozmayapsan-ku" degan. Keyin qiynab o'zimni o'zim oldin miyamni haliga ishontirib, majburlab, keyin to'xta endi. Bitta so'rovnoma qo'yray. Avvalki Kiril yetsa qolarman degandek bir ilinj bilanmi yoki nimaga o'tding deganda ham mana aniq ko'rsatish uchun, legitimligini ko'rsatish uchun ham ovozga qo'ydim-da va ancha aylantirdim. Aytdimki, "Yo'q, o'rtoqlar, o'sha paytda shart qo'ydim, agar kanalim obunachilarini kamida 50% qatnashsagina bir prezident saylovi qilib ekan. Referendum dedim-ku. Kamida 50% qatnashsagina bu kuchga ega bo'ladi dedim. Haqiqatan ham 50% dan ko'proq qatnashdi, ovoz berdi va shunda lotin yutib chiqqanga o'tib ketdim. Va hammani taklif qilaman, tavsiya qilaman, chorlab qolaman. Kiril alifbosida o'zini kanalini yuritayotganlar qo'rqmasdan lotin yozuviga o'tinglar. Bu qonun talabi eng avvalo va shundan o'zimizdan boshlashimiz kerak, keyin boshqalardan o'pib kelsak bo'ladi. Jumladan Otabek Bakirov. Va shu bahona balki isloh bo'lib ketar, ya'ni ko'pchilik foydalanishni boshlasa. O'zi qanaqadir bir challenge qilib olish kerak ekanda, hammani bunday yetalab ketadigan lotinga o'tkazib yuboradigan. Challenge masalasini sal ehtiyot qilish kerak. Xullas haligi mana o'tgan yili 21-oktyabrda, o'tgan yili 2024-yil 21-oktyabrda men Uzani kanalini, o'sha tezkor xabarlar kanalini Kirildan lotinga o'tkazganman. O'tamiz deganman, bayonot ham berganman o'sha kuni. Mana bugundan boshlab O'zbekiston Milliy axborot agentligi shunaqa bo'ladi deganman-da. Va rosa rus publiklari buni aylantirgan. Negativ fonda aylantirgan. Rosa hattoki Mashmi shunaqa katta kanallardan bittasi ham chiqaradi. Yoki anaqa T bilan nima bitta kanali bor edi, Tapormi? O'shanda ham chiqqan. Ya'ni negativ fonda deb qattiq negativ fondan qo'rqish kerak emas. Yo'q, albatta qo'rqish kerak. Prezident matbuot xizmati yana bitta ish qilish kerak. Men e'tibor bersam, oldin e'tibor bermagan ekanman. Bitta postda ham o'zbek, ham rus. Bu bilmayman, g'alatiroq ish. Ya'ni masalan, nega ham o'zbek, ham ingliz emas masalan? Agar maqsad keng jamoatchilikka, ya'ni dunyo jamoatchiligiga tanishtirish bo'lsa, men o'zbek va ingliz bo'lsa to'g'ri qabul qilardim-da. Masalan, lekin nimaga rus? Biz kimga hisobot beryapmiz-da? Shuning uchun matbuot xizmatini ham, matbuot kotibini ham, sahifalari faqat o'zbek tilida bo'lgani ma'qul.
professional nuqtai nazardan axborot oladigan odamlar Tarjima uchun qilib alohida tarjima qilolmaydi, mayli. Ular uchun Yo'q, alohida saytda bor-ku, o'zi sayt versiyalari bor. Rus, ingliz tillarida bor. O'sha yerda o'qib ya'ni olasiz. masalan, deylik matbuot kotibini o'zini alohida sayti yo'q. Misol uchun kechagi mana bu Sardor Umurzoqov mavzusida alohida izoh ham tushuntirish berdilar-ku, kim bu aslida Sardor Umurzoqov? Qaysi Sardor Umurzoqov bu deganda, masalan, u hech qayerda chiqmadi-da, ya'ni u prezident matbuot saytida berib bo'lmaydi. Unaqa uchun alohida ruscha kanal, alohida inglizcha kanal qilib qo'yursa bo'ladi. Ya'ni uni o'sha rus mediasini o'zini jurnalistlari o'shanga olib bo'ladi, inglizcha biladiganlar unga olib bo'ladi. O'rtoqlar, yana mana hamma blogerlarga tavsiya. Men o'zimni kanalimni inglizcha va ruscha versiyalarni ham yuritaman. Qanday yuritaman? Tahrirchi Tilmoch, avvalgi nomi Tahrirchi, hozirgi nomi Tilmoch. Shunaqa imkoniyat ana Muhammad Said bilan birga ishlaganmiz. Telegram o'zi tarjima qilib beradi. Xuddi shunday. Muhammad Saidga shu taklifni berganman. Keling, birga qilaylik, meni misolimda deb ancha ishladik. Boshida muammolari bo'ldi, rasmlarni olib kela olmay qoldi. Haligi format matnlar var, jирный yoki bold, italic, kursiv degan har xil formatlari, keyin iqtibos olish funksiyasi chiqdi Telegram. Yangicha format matnlari chiqqanda har safar qiynaldik, lekin o'rgatib oldik. Hammasini bir xil qilib va tarjima qilib, tarjimani ham sifati juda ham yaxshi. Eksport qilishni boshlamsan mahsulotlaringni. Men eksport xalqaro bozorga chiqmagansan. Aytmoqchimanki, xuddi shunaqa. Bitta bot, siz hech narsa qilmaysiz, o'zi o'zbekchada yozasiz, sizni narigi versiyalaringizda, Telegram kanalingizda inglizcha, hattoki qoraqalpoqcha. Qoraqalpoqcha versiya ham bor. O'sha yerda ham chiqadi. O'zi shuni bir yozishim kerak edi. Shu yaxshi esim tushib ketdi. O'zi bilasizmi, o'sha sun'iy intellekt sizni nomingizga ham yozganida sizni imzoyingizdagi yozishni ham o'rgatsa bo'ladi-yu. Hozir qilishyapti. Bemalol. Siz agar mana sizni yozishingiz boshqacha-yu, misol uchun o'z uslubingiz bor, to'g'rimi? Qayerlardandir havolalar olib kelasiz, anaqa qilasiz. Bunda kanalingdagi hamma arxiv olasan, sun'iy intellektga berasan, u seni o'rganib chiqadi-da, keyin xuddi senday yozish boshlaydi. Kichiklar bilan, kinoyalar bilan 48 ta link qo'yib, sendagi shunaqa qilish. Kerak emas joylarga. Keyin bitta abzatsing bir oxirini o'qiguningcha boshi esdan chiqib ketadigan abzatslaringni shunaqa yozadi. Bitta muharrir o'zingiz bitta botga yozadigan qilib qo'yasiz-da. Beraymi? Tekshirib men qilib qo'yganman. Juda ko'p postlarimni sun'iy intellekt yozib beradi. Sizlar bo'lsa, Xushnud biz uchun o'ylab yozib o'tiribdi deb o'ylaysiz har safar. Robot yozayotgandek hammasi. Fikrni o'zim yozaman. Har qanday fikrni. Yangiliklarni fikr ham yozsanmi? Copywriter. Ya siz o'zingiz tahrir qilasiz. O'zbek tilini yozding, to'g'ri ko'rdim. Yozdim. Siz o'zingiz tahrir qilasiz, lekin masalan, o'zingiz bitta ko'rib bersangiz bo'ladi-yu. Undan ko'ra o'zim yozganim yaxshi ko'raman. Yo'q, yomon ko'rganim shunaqa o'ylaysan. Bitta ishlatib ko'r. Zo'r reklama anaqasi keldi xayolimga. Masalan, ba'zida biz eringanimizda, misol uchun, bugun olmaymizmi Lolazorra deganimizda, bizni homiyimiz borligini esga tushishimga hurmat bilan ham kelamiz-da. Ya'ni qarab qo'ygandim. Qaysidir ma'noda bizni majburiyatlarimiz borligini, reklamani yaxshi tomonlaridan bittasi shu-da. reklama. Ya'ni oldindan majburiyat olib qo'yasan-ku, keyin qilish kerak lekin. Yo'q, mana anaqa ilgari Qahramon aka Aslanov ko'p yozmasdi. Kanalda reklama chiqish boshlaganda ko'p yozdi. Chunki reklama orqasini yopish kerak edi. Reklamani yopish kerak. Shunaqa mana full motivatsiya, to'g'ri ma'noda hammani ishlatadi. Juda yaxshi. Yaxshi motivatsiya. Lekin shu bizda faqat o'zbek kontentida bo'lsa kerak, nimaga boshqa narsa o'ylab topib olingan, umuman tushunmayman. Reklamani tagini yopib yuborish kerak degan narsa. Turaversin, pulini berdi-yu. Shu bilan qancha ijozat ishondirsin. Endi bunaqa narsada misol uchun Telegram kanallarni strukturasi shunaqaki, siz kanalga kirgan paytingiz eng oxirgi post ko'rinib turadi. Va misol uchun menda shunaqa, men kanalga kirgan paytda eng oxirida reklama turishini xohlamayman. Keyin mana bunaqa narsa chiqibdi-da Telegramda, endi bilmayman, o'ta qoldirasanmi yo'qmi? Hali kuni mushuk ovqatim. Mushuk ovqati ishlasa emas, Telegram o'zining reklamasi bor-ku. Men yozdim-ku buni. Chiqdi-da. Ko'rmadingmi? Shu qarab to'xtatsa bo'ladi. Davom etsan-da. WhatsAppga to'xtaydi. Bu yaramas. WhatsAppga o'tsangiz Telegramni. Duruf qilganda buni. Sal neto'g'ri narsa. Mana men yozdim-ku, menga bittasi Telegramdan yozdi. Sizni kanalingizda kredit reklamasi chiquvdi. Ular meni aldab ketdi. Men sizga ishonib oluvdim dedi. Yo'q. Keyin bittasini aniqlashtiraylik dedim. Menda qoida bor.
hech qachon kredit mahsulotlarini reklama qilmayman. Bitta yagona istisno bor, ta'lim krediti talabalar uchun. Bo'ldi. Hech qachon shu paytgacha ham qilmaganman, bundan keyin ham qilmayman. Menimcha adashyapsiz dedim. Ta'lim krediti emasmi desam, yo'q, anaqa bir narsalarga, biznesga kredit dedi. Keyin yo'q dedi, sizni kanalingiz chiqdi dedi. Keyin birdan o'yladim, o'zi o'sha Telegramga screenshot tashlab beringchi desam, tashladi. Telegram chiqargan, ya'ni mendan so'ramasdan Telegram chiqaradigan. Demak, muxlisa kreditmi degan botni reklamasi. Onlayn bir narsa sizga haligi kredit beramiz degan reklama meni kanalimga chiqqan. Va u o'sha bot bilan yozishgan. U endi o'ziga ham aytdi, meni kechirasiz, u ko'rinib turibdi. Buni firibgarligi bular. Desam, xullas 50 million pulini yo'qotgan. Yo'q, 50 million emas. 2 bo'rttirib yubordim. 50 million olish uchun 2,5 million pulini yo'qotgan. Keyin men o'sha botga kirdim, yozdim. Kimsan dedim, yana falonchi, pistonchi dedim. Qancha kredit kerak dedi? 150 trillion dedim. Bo'ldi, beramiz dedi. Keyin JSHR jo'nat dedi. Duch kelgan raqamni jo'natdim. Bo'ldi dedi. Endi dedi, pasporting rasmini jo'nat dedi. Shunda internet kreditda ID karta O'zbekistonni poyib bersam, bitta qizni fakevoy, umuman O'zbekistonda yo'q, rasm bor. Namuna. Shuni oldimda jo'natdim. Hamma joyi to'g'ri keldi. Biz sizga mana shartnoma jo'natdik. Shartnoma olsam Davr banki nomidan. 150 trillionga, ya necha yilga dedi? 125 yilga dedim. 125 yilga 150 trillion, har oy to'lovim 60 milliardmi shunaqadan aka. Shunaqa qilib aniga berdi. U endi robot-ku. Shunaqa qilib beryapti-da. Keyin endi to'lov qilish uchun 450 ming so'm mana bu kartaga tashlang. Deb bitta russi nomidagi ochilgan kartani beryapti. U TBC bankda ochilgan. Keyin 450 ming so'm-ku. Keyin yozdim Instagramdagi. Yo, siz nima 2,5 million pul yo'qotdingiz? 450 ming so'm so'rar ekan-ku desam, yo'q, u deydi 450 ming o'tkazganimdan keyin ana endi yana menga ham to'lab yuboring deb mendan bir 6-7 marta pul oladi deydi. Shungacha ham tushunmaysizmi firibgarlik? Bu odam pul yo'qotish kerak ekanda. Mayli, xullas men aytdim, tushuntirdim unga. Bu Telegramniki. Ehtiyot bo'ling deb. Shunaqa men uni kanalimni katta post ham qildim, iltimos. Bu keyin nima qilding? TBCga chiqding? Yo'q, o'zi e'lon qildimda, banklar ham haligi qilish kerak dedim. TBCni o'zi yozib qoldi menga, matbuot xizmati. Biz uni blokladik, ana firibgarlik ekan dedi. Tegishli organlar shug'ullanadi, kiber xavfsizlik shug'ullanadi. Endi bilmadim, topadimi, topmaydimi. Ya'ni uni hozir kripto va hokazolar qilib izin topib bo'lmay qolyapti-da. Ba'zan o'zi aksariyat hollarda bu ham ya'ni tergovning ishi aslida. Misol uchun mana Muhrim A'zamxo'jayev nomiga plastik beradi. Mana shunga o'tkazib yuboring deydi. Sen topsa bo'ladi bemalol. Chunki O'zbekistonda ochilgan bank. Senga borsa sen aytsanki, "Yo'q, men xabarim yo'q, men nomim karta ochilgan" deysa. Haqiqatdan ham aksariyat odamlar o'zi bilmasdan ya'ni plastik ochib bergan. Ya'ni ular ham jabrlanuvchi. Lekin har doim ham emas. Bu tergov bo'lib turib ketavermaslik kerak-da. Uni o'rgansa, ko'pchiligi sherik bo'lib chiqyapti o'zi. Yani sherik bo'lib, uning nomiga karta ochyapti, ular tashab turamiz. Tashab turaman. Nechidir foizini olasiz. U meni xabarim yo'q deyveradi-da. Men lekin kelsa deydi, meni xabarim yo'q, men o'zim jabrlanuvchiman, hammasini to'liq instruktaaj o'tishyapti ekan-da. Chunki bittasi shunaqa bo'ldi, yaqinda bizning ishxonamizdan bittasida bir 50 million shunaqa pul o'g'irlagan ekan, boyagi bilan adashtirgan bekorga emas. Lekin pulni oldi o'sha 50 million. Men hayron qoldim. Bo'ldi, kuyding, uxlading dedim. Hayron qoldim, oldi. Yaxshi ishlabdi. Ya'ni O'zbekistonda bo'lganda nari Qirg'izistonga ham pul chiqarib yuborgan, asosiyaligilari Qirg'izistonda bo'lgan ekan. Lekin boyagi o'rtadagi odam, men bilmayman deb turgan odam aslida sherik bo'lib chiqdi. Xullas u qoplab berdi. Men haqiqatdan hayron qoldim. 50 million so'm qaytarib olgan. Mana firibgarlik masalasida 1-noyabrdanmikan hamma aloqa operatorlarimiz qanaqa bloklaydigan sistema, bo'ldi. O'sha firibgarlar nomerlarini nazarda tutadi. Endi u ham Shuhrat aka Qurbonov yaxshi tushuntirish berdi-yu. U nimani bloklayapti? Xorijdan turib, masalan, Rossiyadan turib, shunaqa imkoniyati bor edi. Boshqacha maskirovka qilingan nomer. O'zbekiston raqamidan sizga telefon bo'ladi. Bundoq qarardingiz, +998, masalan 99 90 94, bu Beeline nomer, bu Ucell nomer, bu Uzmobile nomer deb o'ylardik. Gaplashardik. U aslida Rossiyadan telefon qilayotgan bo'lardi. Mana bu
raqam soxta raqam bo'ladi. Mana shuni bloklayapti. Endi unaqa soxta raqam bo'lsa kelmaydi raqam. Lekin endi to'g'ridan to'g'rini bloklay olmaydi. Ya'ni Rossiyadan to'g'ridan to'g'ri chiqsa, Qozog'istondan chiqsa bloklay olmaydi. Shuning uchun e'tibor berishimiz kerak. Xorijdan telefon bo'lsa, ko'tarsak ham men Wildberries'danman. Siz Wildberries'dan narsa olgan ekan, Azondanman. Biz Rossiyadamiz-ku, ishoning bizga desa, ha deb ishonib ketavermasligimiz kerak-da. Menga Yandexdan telefon qilishgandi. Rossiya nomeri. Yandexdan bo'lyapti-da. Mashinik deb o'ylabman-da. U rostdan taklif bilan telefon qilgan ekan Yandexda. Keyin anaqa Telegramda gaplashdik, Telegramda yozing dedim-da. Normalniy anaqa ekan. Nega Rossiya nomeridan qilgan bilmayman. Endi ularni ofis ishida bo'lgan. Bilmadim. Lekin balki mashinik deb o'yladim. Hech kimga mashinik qilmaganda Rossiya nomeri chiqyapti. Yandexman dedi. Ustida kulyapman Haligi qaysidir futbolchi aytdi-ku. Menga dedi, Gvardiola telefon qiluvdi dedi. U payt Barselonada Deko'mi aytgan, adashmasam, intervyuga. Menga dedi, Gvardiola meni telefon qildi. Men kimdir hazillashyapti dedimda, hozir bitta joyda edim, qivorsam bo'ladimi deb qo'yib qo'ydimda, keyin haqiqatan ham bu nomer Gvardiolami o'zi deb aniqlab, keyin qaytib telefon qildim, yaxshi bilsangiz dedi. Hali men bu yil Nobel olgan, iqtisod yo'nalishida Nobel olganimda ham aytgan ekan-ku, telefon qilib. Adashmasam, mana telefon qilishganda aytgan. Men Nobel oladigan olim emasman deb. Ya'ni mendagi olimlarga, mendagi iqtisodchilarga Nobel berilmaydi deb. Yo siz yutdingizmi deb keyin. Adashmayapsizmi deb. Nobel olgan olimlarni olganligi haqidagi xabarni aytish jarayoni ham qiziq. Bir nima deydi? Jarayon ekan-da. Men rosa videolarni ko'rib chiqdim-da, bittasida haligi qilgan-ku. 2022-yildagimi olganda qo'shnilari chiqqan-ku. Telefon qilib, men qo'shningman deganda, ha, haligi yozib qolinganda. Seni topisham, nima telefoningni ko'tarmayapsan? Sen Nobel yutibsan deganda. Er-xotin, yoshi ham kattaroq chiqqan er-xotin, men qo'shningman deganda. Telefoningni ko'tarmayotgan ekan, Nobel olibsanmi deganda. Ha, yo'q edi, ichkarida bayram bilan. Paul? It's Bob Wilson. Yeah. You've won the Nobel Prize. And so they're trying to reach you, but they cannot. They don't seem to have a number for you. We gave them your cell phone number. Adashmasam bu yilgisimi? Qaysidir sohada kim Detox qilgan ekan, chiqib ketgan ekan. Toqqa chiqib ketgan ekan-ku, topshiriq. Digital detox. Men anaqa material o'qiyotgandim. Tinchlik bo'yicha Norvegiyadagilar haligi Trampga bermasak nima bo'lar ekan, qanaqa siyosiy oqibatlari bo'lishi haqida rosa o'ylashibdi-da, anaqaga berishdan oldin. Berishmagan yaxshi bo'ldi. Bo'lmasa Ukraina shu qolib ketardi-da. Endi keyingi yil olish uchun ham sразу Lukoil bilan Rosneftga sanksiya kiritdi. Putin ham birdaniga pusaydi. Biz ham uchrashuvimiz bekor qilinmadi, qoldirildi dedi. Biz uchrashamiz hali. Rostdan ham qarang, agar masalan o'shanda bu yil endi bu yilja oladigan ish ham qilmadi-yu, keyin u uzoq muddat ko'riladi ham-ku, baribir xulosasi haligi qilingan. Tinchlik bo'yicha qayerlikka berdi? Boyagi ayolga Venesuelaga berdimi? Ha, Venesuelaga. Hozir yozishyapti, Venesuelaga anaqa Amerika anaqa qilish mumkin ekan. Endi u ayol qo'llab-quvvatlaydi-da u ish. Agar u ayol o'zi oppozitsiya-ku, u anaqani adarmoqchi, Maduroni adarmoqchi. Maduro dushman. U ayol rahmat aytadi. Ya, o'qiydi. O'zi anaqa o'qiydi, biz eshitdik. Ko'rdinglarmi? Kecha o'sha kuni bir hazil qildik o'zimiz o'tirganda. Menimcha o'zbeklar ishlayapti-yu. Chunki bunaqa tez odatda rivojlangan mamlakatlarda qurilishlar jarayoni juda sekin bo'ladi-da. Ular bir 6 oy bitta haligi yo'lda nimadir muammo bo'lsa, Angliyadagi tanishlarimiz aytib bergandi-da, o'sha yo'lni bir 6 oy ta'mirlashadi. Lekin u 100 yilga yetadi. Ya'ni birdan negativ bo'lib, mana ularda ham demaylik. Ular 6 oy to'g'ri cho'zadi yoki 1 yilga cho'zilishi mumkin, lekin 100 yilga yetadigan sifatli narsa qurishadi. Ya'ni juda tez buzib tashlaydi. Yomon. Anaqada Husan aka bir aytuvdi-da, Germaniyadan Esbanga chiqib ketgan bo'lsa, unda uzun minora bor ekanda, bir 50 yilmi oldin qurilgan, g'ishlikda. Endi u hech qanaqa funksiyasi bajarib, o'sha ko'mir yoqilganmidir qilingan ekan. 4,5 yildan buyon kurashyapti, shuni buzishga deyishgandi-da. 4,5 yildan buyon buzolmayapti ekan, shu hamma hujjatlarni olib berishgan. Byurokratiya juda kuchli-da.
keyin men ko'rganimda o'yladim, bizda bo'ladi-ku, masalan, hokimmi, qanaqa rahbarmi u joyga chiqadi-da, anaqaga nimaga turibdi mana bino? Foydalanyaptimi yo'qmi desa, yo'q, buz tashinglar, bog'roq qilib qo'yinglar deydi-yu, keyin buz tashashadi-yu. Bog'roq qilmaydilarga. Yo endi Bog'roq deyapti-yu. Bog'roq. Biz bog' demadik. Biz bog'roq dedik. Men qarayapman, Tramp o'sha Oq uyni o'sha bo'yoq tarafini buzishni boshladi degan material chiqdi-da, ertasi kuni yo'g'ilib qarasam, buz tashagan chiqibdi-da. Yaltir-yultirli haligi to'yxona qurarmish-u. Endi Ajoyib Amerika ham sal O'zbekistonga o'xshab qoldi. Shekildi-da, xayolga. Masalan, 5 yil oldin, misol uchun, qayerdir buz tashalgani haqida biz yozsak, keyin Amerikadagi boshqa anaqa Misollar qilib. O'zbekistonliklar masalan aytishardi, Amerikada bitta joyi buzish uchun qancha anaqa Ular o'tiribdi harakatlar. hozir unaqa qilib. Ha, qancha harakatlar kerak deb aytishardi-da. Aka, hamma yoq rasmosini chiqarib tashladilar. Butun aniq bunday bir qadriyatlar, bir narsalar bo'lardi. Namuna qilib ko'rsatadigan. Hammasini shu tiqib tashladilar. Mana Amerikada ham shunaqa bo'lyapti deshadi endi. Aka, bunaqa qilmaydi, bunaqa qilib bo'lmaydi. Amerikada qilyapti deydi. Tamam. O'z misol qiladigan davlatlar ham kam qoldi deydi o'sha kuni. Mana misol qilsak deb. Tinchgina ko'nsak mumkin. Misol deganda mana Yevropani baribir Yevropada umumiy qadriyatlar hali o'lmadi-da. Ya'ni ko'p jihatlarda. Skuter va mopedlar haqida ko'p yozdik-ku. Muammo bo'ldi bizda o'zidan o'zi endi o'zidan o'zi emas, ancha bo'luvdi, keyin qoldirildi u shunaqa islohot. Va guvohnoma bo'lishi kerak, ya'ni mototsiklchilar oladigan guvohnoma skuterda ham, mopedda ham bo'lishi kerak deganda, keyin tanqidiy 2-3 ta post yozgan paytim o'rgandim. O'zi qanaqa ekan deb. Yevropa zo'r qilgan ekan. Balki boshqa joylarda ham xuddi shunaqa bo'lishi mumkin. Masalan, M degan alohida bitta bu o'zi boshqa joylarda ham A1, A2 har xil bo'lar ekan. Alohida haydovchilik kategoriyasi. Ya'ni ani skuter bilan moped. Skuter bilan moped uchun masalan A bor, A1 bor. Yoki A bor, A2 bor yoki A bor, AM bor. Ya'ni bu ya'ni mopedlar uchun alohida degan. A1 bo'lsa. Va Yevropa shunaqa qilgan ekan. Buning uchun alohida siz imtihon ham topshirmaysiz. Juda ham olish oson, ham arzon. Masalan, mototsiklga guvohnoma, haydovchilik guvohnomasi olishingiz bilan mopedga haydovchilik guvohnoma olishingizni xarajati va muddatlarida ham mutlaq farqi bor. Va boshqa zo'r tomoni, ular mototsiklda zo'r bo'lgan ekan. Ya'ni bizda hozir yagona A bor mototsikl uchun. Yevropa qanaqa qilgan ekan? A1, A2 3 xil kategoriya bor. Boshida A olasan va u nechidir ot kuchiga teng bo'lgan kichkinaroq mototsikl. U 16 yoshdan berilar ekan. Ayrim davlatlarda 17, ayrim davlatlarda 15. Yevropaning o'zida ham har xil. Vespalada. Ha, shunaqa. Endi qara. Sen A1 olishing uchun o'sha Vespami oddiyroq mototsiklda kamida 3 yil yurishing kerak ekan. Zo'r ekan. Ya'ni o'zidan o'zi masalan faqat misol uchun A1 olish uchun 18 yoshdan, A olish uchun 16 yoshdan deyilmagan ekan. 18 ga to'lgan paytingizda bundoq borib men A1 olmoqchiman desang, yo'q, kechirasan. Oldin sen A olasan, 3 yil yurasan, keyin men senga A1 beraman derkan. Endi A2 bu o'ta super mototsikllar, tezligi katta, 125 ot kuchidan balandmi nimadir, u endi juda super anaqalar. Uni olish uchun 2 yil yana yurish kerak ekan A1 da. Shunda aytayaptiki, 16 yoshda olsang, A'ni, boyagi Vespani olsang, kamida 21 yoshga to'lmaguninggacha haligi super mototsikllarni ola olmas ekansiz. Ya'ni kamida 21 yoshga to'libgina o'sha A2 ni olish mumkin ekan. Zo'r o'ylashgan. Ya'ni bu yerda maqsad degan shunchaki yosh senzini qo'yish emas, bosqichma-bosqich uni tajribasini oshirib borish. Endi qon bilan ham yozilganda bu qoidalar. Qancha odam o'lib, o'zi yo'l harakati qon bilan yoziladi-yu. Shu. Nima gaplar yana? Shu boshqa siz yangiliklaringiz yo'qmi? Futbolda nima gaplar? Yaxshi yangiliklar ko'p, masalan. Bu yil 22-oktyabrda 9 milliard kilovat soat yashil energetika ishlab chiqaramiz. Quyosh va shamolni o'zidan. Bu o'tgan yilgidan
baravar ko'p ekan. Ha, O'tgan yil butun 24-yildagi generatsiya shuncha 4,5 milliardga yaqin bo'lgan. 4,5 milliard asal ko'proq bo'lgan shekilli. Bu yil 9 oyda, 10 oyda. 22-oktyabrda o'sha 9 milliard bo'lgan. Yo'q, qurilishlar ham ko'p bo'lganda, quyosh Ha, ular panellari. 12ta bo'ptimi? Shunaqa. Nima 12ta 12ta? quyosh elektr stansiyasi, Elektr 5ta stansiyasi. shamol elektr stansiyasi, adashmasam, agar adashmayotgan bo'lsam. Yo'q, umumiy 12tami? Xullas, adashmasam, hozir qarab turishim, mashinani bitta ko'rib olaydi. 23%. Juda dahmaza edi ularni olib kelish, ani parraklarini hammasini haligilar tashishdi-yu, videolar rosa chiqib ketdi-yu, bitta parrakni o'zi necha metrda endi bilmayman, 50 metr bor. Shundan nechta ishlayapti hozir bizda? Respublikada. Ha, sizga aytaman. 50-60 ta bormi? Yo'q. Ya, shamol parallel. Generatsiya parallel anaqasini o'zimi yo stansiyasini o'zimi? 12 ta quyosh elektr stansiyasi bor ekan hozir O'zbekistonda. 5 ta shamol elektr stansiyasi bor. Endi har bitta shamol elektr stansiyasida nechta parra borligini bilmayman. 20 tadan bo'lsa ham 100 ta bor ekanda. Shu mana hozir umumiy quvvati 4682 megavat ekan. Ani AES qancha edi? Xullas qarash kerak. Shu mana 22-oktyabrda 9 milliard ishlab chiqargan hammasi va ani gidro bilan qo'shgandami 23% ga yetibdi-da, yashil energiya, jami yashil energetika ulushi. O'zbekistondagi barcha gidroelektr, quyosh va shamol stansiyalari 14 milliard chiqaribdi. 14 milliard. Zo'r. 22-oktyabr 14 milliard bo'lsa, shuni demak GESlar shu paytgacha 5 milliarddan ko'proq chiqarganda. Ani shamol bilan quyosh o'zi 9 milliard chiqargan va shu gidro, quyosh va shamol ulushi butun energetikamizdagi ulushi 23% ga yetgan. Ular chiqargan energiya. Anaqasi yana o'sadi hali. O'sadi. Endi hali ulanmaganlari bor, qurilish ketyapti, hali generatsiyaga ulanmagan. U balki xudo xolasa 50 ga ham chiqar. U 50 ga chiqqan sayin mana bu 2030-yilda Yevropaga eksport qilamiz deganlari bekorga emas ekanda. Yo, endi agar shunchalik potensial bo'lsa, nima kerak degan savol bordi. Buni endi Sarvar aka Qurbonov guruhida borsan-u, guruhda elektrik Sarvar aka Qurbonov tushuntirgan. Doim himoya qilib keladi-da AESni. Barqarorlik uchunmi? Ha, barqaror turibdi. Faqat barqaror. Gap barqarorlikda, u shamol ham, anaqa ham, quyosh ham barqaror emas. Ya'ni katta zavodlar uchun u o'tmaydi. Uni yechimi uchun qanchadir batareykalar ham qo'yish kerak. Uni doim ushlab turish uchun va u baribir ana zavodlarga yetmaydi. Barqarorlik AES deyatadi. Endi menja AESga qarshi emasligim haqida emas, aynan kim qurishi, uni siyosiy oqibatlari. Shunaqa. Bu hammamiz xavotirga soladigan narsa. Bu nimaga aynan Rossiya? Ertaga Rossiya o'zini yovuz va jirkanch maqsadlarida bundan qurol sifatida foydalanmaydimi degan savollar. Bu hali foydalanishga menimcha yetib ham bormaydi, chunki shuncha sanksiyalar bilan iskanjaga oplashaladiki, bitmaydi bu loyiha. Endi sanksiyalardan chiqish yo'lini ham bilishadi baribir. Ha, bitmasligi. Ya'ni masalan, baribir qaysidir qurilmalar Germaniyadan olib kelinadi, qaysidir qurilmalar bilmayman boshqa davlatdan olib kelinadi. Shartnoma tuzish kerak Rossiya kompaniyasi bilan. Tuzolmaysan-da, o'zi ikkilamchi sanksiya tushish xavfi borligi uchun. Uni yomonroq bo'lsa-chi, o'sha Germaniyadagi zo'rini olib kela olmagani uchun Rossiyadagi Lizikov ko'chasidagi yasalgan reaktor sizlarga. Masalan, qanaqadir chip yoki qanaqadir elektron uskunalarini ola olmagani uchun o'zini tulasida ishlab chiqarilganini olib kelib, ham yaxshi lekin sinadik reaktorda desachi. Ha, unaqa tomoni ham bor lekin. Bilmadim. Balki o'sha batareya arzonroqdir AESdan. Shu batareyalar olib qo'yish kerakdir. Quyoshda yaxshi energiya chiqqan paytda. O'zi eng katta muammo shu narsani qiladigan odamlarni gapirmasligida. Ya'ni qanaqadir. Endi ular gapiryapti, bizdan juda ko'p gapirishyapti. Kerakida orasilarda. talab qilib. Har kuni uyiga borishar ekan. Ey, yo'q, sizlar qursanglar quringlar, bo'lmasa o'zimiz quramiz aytganmiz shu Jizzaxliklar. Fuqarolar. Aytgancha anaqa bo'ldi. Ya'ni yaxshi yangiliklardan yaxshi yangiliklar o'tganimiz ham bor edi. Haj va umraga onlayn ariza va umuman navbat o'zi oson bo'libdi. Paradoks shundaki,
hajga ketish navbatida korrupsiya bor edi. Bir bilan almashtirish mumkin edi, to'g'rimi? Yo'q, pora berish ham mumkin edi. Yo, anaqa ham mumkin edi-yu. Masalan, sizni navbatingiz kelayotgan bo'lsa, sizga chiqarib borasanmi, bormaysanmi? Bormay bo'lsa, boshqasiga berish, navbatingiz berish bor edi-yu. Balki bo'lishi mumkindir. Endi agarda unda juda unaqa katta korrupsiya Korrupsiya yo'q, ha, unda o'zi. Chunki u sizni o'zi tanishlaringiz haqqingiz keladi. edi, kelgan navbat sizni haqqingiz edi. Uni masalan Akangizga, misol uchun ukangizga. meni bizda shunaqa bo'ldi. Misol qarindoshlarimiz, o'zimiz yaqin qarindoshlarimizda xolam turmush o'rtoqlari ishxonasidan ruxsat ololmay qoldi. Oxirgi haligi paytga kelganda puli ham to'langan, hammasida ishxonasidan ruxsat ololmay qoldi. Ayrim sabablarga ko'ra, keyin misol uchun pochchamning o'g'liga endi mahram kerak, o'g'li boradigan bo'ldi-da. Ya'ni shunda almashdi. Ya'ni pochcham aytdiki, "Mayli, meni o'g'lim borsin" dedi. Keyin xolam o'g'li bilan birga ketdi. Ya'ni shunaqa holatda bu juda unaqa katta emas, katta korrupsiya yoki bir yomon joy emas. Muammo shundaki, siz masalan muhrim 3 yildan buyon navbat turadi. Men bugun qo'ydirdim va menda qanaqadir imkoniyatlar bor edi, korrupsiya qilib men muhrimdan oldin ketishim. Biz shunaqa onlayn bo'ldi, juda ham oson bo'lib qoldi. Kirib qo'yib qo'yasiz, navbatsiz bo'ldi. Ko'pchilik haligi xohishi bo'lsa ham, moddiy imkoniyati bo'lsa ham, qayerga borib murojaat qilish mumkinligi, bilmasdan. byurokratiyasida cho'zib yurgan bo'lishi ham mumkin. Qachon navbat kelishini taxminan biladimi, bilmaydimi? Yaxshi savol. Bilmayman, lekin tizim aniq ko'rmadim. Endi onlayn qilsa agar sal bo'lsa ham ilojisi bor ekan buni. Chunki har yili necha kishini yuborishini aniq biladi davlat kvotani, to'g'rimi? Endi shunday bo'lib tashlaydi. Qachon sizniki navbatingiz, qachon turganingizni kvotalarga bo'lib tashlaydi, aniq aytib bera oladi. Taxminan falon yilda keladi. Keyin 3-oyda keladi san navbating deb qo'ya oladi. 3-oy o'zi haj bir marta bo'ladi, yilda bir marta. Va umra 7 yildan keyin kelishi. Umra demoqchisiz. Xo'p. Men uni o'ylamadim. Shunchaki detallashtirish uchun aytdim bu gapni. Yana ham aniqlashtirish uchun. To'g'ri. Ya'ni siz aytmoqchisizki, 7 yildan keyin haj mavsumi qaysi vaqtga to'g'ri kelishini taxminan bilinadi. Buncha paytda borsa rejalashtira oladi o'zini deb. Aqlli gap aytgan ekansiz. To'g'risi. Latifa bor-ku. Shoh xon anaqa bo'ladi-yu. Betang gaplarni gapiradigan odam bo'ladi-da. Keyin afandi vazir bo'ladi, aqlli bo'ladi-da. Saudiya Arabistonidan elchilar keladigan bo'ladi. Aytaylik, Turkiya, Saudiya Arabistoni farqi yo'q, xorijiy davlatdan. Keyin aytadiki, hurmatli xon, iltimos, har xil gaplarni gapirmang. Juda muhim bu, biz juda katta karvon bilan shartnomalar qilishimiz bir masala deydi. Keyin nima qilaylik desa, oyog'ingizga ip bog'layman. Yomonroq gapirib qo'ygan payt ipni tortaman, jim bo'lasiz. Men qolganini o'zim kelishtiraman. Xo'p deydi. Elchilar kirib keladi, keyin so'rashgan, assalomu alaykum, so'rashgandan keyin, "Qalay, sizlarda mushuklar yaxshi yuribdimi?" deydi. Afandi birdan anaqani tortadi. Elchilar hayron, mushuklar. Nima so'radi sekin afandi. Ipni tortadi, xon jim bo'ladi-yu. Keyin xonimiz aytmoqchilarki, mana islom dinida mushuk juda qadrlanadigan hayvon. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam mushuklarni haligi qilganlar, e'zozlaganlar va ko'chalarda yuradigan mushuklar agarda semiz, yaxshi qaraydigan bo'lsa, demak, xalq ham boy bo'ladi, ularga ovqat berayotgan bo'ladi. Bu bilan xonimiz xalqinglar boymi? Xalqinglar boy degani bu demak qirol yaxshi boshqaryapti degani. Qirol sog' omonmi demoqchi edilar desa, xo afandiga qara. Iplos shunaqa zo'r gap aytgan ekan, nima ip torting degan. Shunga siz ham zo'r gap aytgan ekansiz o'zi. Juda aqlli gap aytgan ekansiz lekin. Shoshildagi. Men ham ipni bekor tortdimmi? Yaxshi, nima qildik, tugatamiz? Biz shu bilan boshladik podkastni. Laziz bilan boshladik va Laziz bilan tugatamiz. Kerakli sevib qo'yarsiz. Endi shunaqa gaplar o'rtoqlar. Rahmat bizani eshitganinglar uchun. Bu odam yengil 3 ta mehmonni hazm qilib olish oson bo'lmagandir. Xurshid Do'stmuhammad, Sherzodxon, Qudratxo'ja, Ulug'bek Hamdam. Har tomondan birinchi zarbada tizzalarigacha, ikkinchi zarbada bellarigacha deydi-yu o'shanga. Lekin Ulug'bek Hamdam suhbat haqida juda yaxshi fikrlar. O'sha to'liq juda ham ko'p umuman izohlarda ham, ko'chada ham
har soha insonlarni yaxshi suhbat, yaxshi yaxshi bir xulosa feedback eshitdik. Ulug'bek Men ham aka, sizga o'qidim kattakon ko'p. rahmat. O'z bilan bu haqda ko'p gaplashdik. Baraka toping vaqt ajratganingiz uchun. Shunaqa olim insonlar bilan yaxshi bir siyosatdan xoli bir yaxshi maza qilib bir miya dam oladigan suhbat bo'libdi degan bir fikr aytdim. O'zim qatnasha olmadim, afsuski, lekin o'sha tomosha qilganimda bir yaxshi darsda o'tirgandek bo'ldim. Ko'pchilik Yaxshi shunaqa shunaqa degan. o'sha darsda maza o'tirgandek qildim. bo'ldi. To'g'risi, eshitdim, maza qildim. Va shunaqa ustozlar bilan qilgan yaxshiroq ekan. Odam nimadir, nima ana turtkilar ham bo'ladi, mana bu narsa o'qib ko'rish kerak ekan, mana bu narsa topib o'qish kerak ekan. Ko'pchilik o'zi uchun must have qilyapti. Adabiyotlarda ro'yxat, ya'ni mana shuni o'qishim kerak degan. Keyin yaxshi tarafi Kecha Zakovat Gambitni tadbiri edi, taqdirlash marosimi. O'sha yerda bir ikki kishi aytdi-da, 4 ko'chani o'qishni boshladim. Bizda faqat sizlar o'qimagan ekansizlar, savol bermadinglar. Men aytdim, bizda faqat muhrim o'qigani, muhrim keyin olmadi. O'qishni boshladim. Anaqa to'liq, men o'zi to'liq o'qigan kitobim kam. Uni ham shu ani bundoq bir davoni o'qiganman, bir joyini o'qiganman, o'shaning ichida Andijon chiqqan. O'sha parcha o'qiganman, keyin prezident o'lgan to'g'risida. Bizni Otabek aka uzoq eshitib turib o'qimas ekansizlar meni dedi-da. Hozirgi hayotingiz haqida. Tuhmat qilyapsiz. Ha, hozirgi hayotingiz haqida nimaga yozmayapsiz? O'qimas ekansiz deb. Sizlar menga hozir tuhmat qilyapsizlar. Ha, keyin yaxshi tarafi boya bitta gap aytmoqchi. O'zi o'sha dars beradigan domlalar yaxshi gapiradi ham-da. O'shaning uchun ham eng anaqasi Ulug'bek aka haqiqatdan yaxshi gapirgan. Endi yaxshi gapirish ko'pchilikda bor. Ha, soatlab gapiradiganlar bor. Lekin odam maza qilmasligi ham mumkin-da. Aytmoqchimanki, aksincha, misol uchun biz unaqa mehmonlar chaqirdik. Bilimlari bo'lib turib ham gapirmaydiganlar ham. Ancha oldin demoqchi. Ancha bo'ldi. Hay, rahmat o'rtoqlar. Fikrlaringizni yozinglar. Yo'q, xedonman-ku, ancha oldin chaqiruvdik. Endi hamma mehmonlar o'ylaydi. Yo'q, unaqa mehmonlar. To'g'ri, bunaqasi yo'q. Mayli, bo'pti. Ko'rishguncha o'rtoqlar. Keyingi savollar. Ishinglarga rivoj. Rahmat kattakon. Charchamaylar.